Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlil dasturining shanba umuman hafta tahliliga bag'ishlangan soni efirda. Bugun nafaqat hafta, biz yil yakunlari haqida suhbat qilamiz. Xudo xohlasa keyingi yil aynan shu vaqtda biz asrning chorak qismi yakunlarini ham birga qilar ekanmiz. Demak, studiyada doimiy ekspertlarimiz, siyosatshunoslar professor Farhod Karimov hamda dotsentlar Muxtor aka Nazirov va Jahongir Akramov. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Demak, kafedra hashtag ostidagi ko'rsatuvlarimizda davom ettiramiz. Hurmatli muxlislar, bilasizlar, ushbu ko'rsatuv kafedra hashtag ostida o'tkaziladi, chunki siyosatshunoslarimiz bir kafedraning, lekin turli fikrdagi professor, dotsentlari. Xush kelibsizlar yana bir bor. Endi yil juda katta, juda ko'p voqealar bo'ldi. Biz endi so'ngisidan boshlaymiz. So'ngisi bo'lganda ham eng so'nggi kunlardagi shu rossiyalik ayrim jurnalistlarning fikrlari. Bizda shunday masala bor, aytishadiki, bir ko'rsatuvlarda muxlislarimiz endi Rossiya Ukrainadan boshqa hech kimga qaramaydi deyshadi. Bu shunaqa deb turishganida bilmasdan rossiyalik ayrim tarixchilar, siyosatchilar, jurnalistlar bular nimalardir gapirib qo'yishadi. Masalan, demak, Margarita Simonyanning gapi: agar Rossiya Qozog'istonga qandaydir barmaliylar bilan kurashish uchun qo'shin yuborsa, xursand bo'lishini aytib turibdi. Endi bu yerda faqat uni emas, Suriyani aytgan, Ukrainani ham va Qozog'istonda ham jang qilish imkoniyatiga ega bo'lsak, men juda xursand bo'lardim degan. Biz buni qanday tushunishimiz kerak? Biz buni Qozog'istonga yangi tahdid deyapman. Endi bundan tashqari va ommaviy axborot vositalarida bunga izoh berilgan qismda aytilyaptiki, balki u 2022-yil yanvar voqealarini esga olgandir deyishyapti. Endi biz hozir aynan Simonyan nima haqida o'ylaganini bilmaymiz, lekin ikkita masalani birga ko'rib chiqsak, bu birinchi navbatda 2022-yil voqealari va bunda KXT qo'shinlarining Qozog'istonga qardosh o'lkaga kiritilishi, uning huquqiy asoslari qanchalik to'g'ri-noto'g'ri bo'lganligi va bu qozoq qardoshlarimizni tilini qisqib qo'yadimi? Farhod aka. Endi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti endi avvalambor harbiy siyosiy tashkilot hisoblanadi. Bu tashkilotni tuzishdan maqsad o'sha oldingi MDH davlatlar, hozirgi MDH oldingi Sovet ittifoq davlatlari ayrimlarini shu o'rtasidagi kelishuv, O'zbekistondan bir vaqtlar bunga kirib, keyinchalik muzlatib keyin chiqib ketganmiz, chunki bizning tashqi siyosiy konsepsiyamizga to'g'ri kelmaydi bu harbiy bloklarga a'zo bo'lish. Bu chunki qutublashishni anglatadi. Ya'ni ma'lum bir davlatni, ya'ni shu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatni murojaatiga asosan bu tashkilot faollashishi kerak bo'ladi o'z nizomiga asosan va o'sha davlat hukumatini ehtiyoji asosida o'sha birinchi navbatda xavfsizligi, davlat hududi yaxlitligi va siyosiy tizimni mustahkamligini ta'minlash uchun yuboriladi. Endi Qozog'istonda to'g'ri 22-yilda o'sha turli xil ijtimoiy muammolardan, ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan kelib chiqqan holatda tartibsizliklar kuzatildi. Va Qozog'iston boshida hech kimga murojaat qilmadi, chunki uni o'zini ichki imkoniyatlardan kelib chiqib hal qilaman degan edi. Lekin bu yerda bitta narsa bo'ldiki, o'sha tartibsizliklarni keltirib chiqarganlar boshidagi qo'yilgan maqsad va qo'yilgan sababni transformatsiya bo'lib ketdi. Ya'ni o'zgarib ketdi. Oxir-oqibatda siyosiy talablar bilan chiqildi va keyinchalik oqibatlarini ham bilamiz. Ya'ni bu tartibsizliklar o'sha ijtimoiy norozilikdan xaosga aylantirishga harakat qilindi haqiqatan ham. Endi kim qildi? Bu haqida ancha nima deydi, muhokamalar bo'ldi-ku, lekin aniq faktlar yo'q hozirgacha. Ya'ni buni tashqaridan bo'lganligi aniq, lekin qaysi tashqaridan? Degan emas, shimoldan keldimi bu, g'arbdan keldimi bu, ya'ni ularga murojaat qilishga majbur qilishlik uchun yoki bo'lmasam shimoldan uzoqlashtirish uchun va g'arbga yo'naltirishlik uchun degan variantlar bo'ldi, lekin nima bo'lganda ham aniq bir isbotlar bo'lmadi. Lekin tashqaridan aniq bu rejali ravishda bu xaosni shakllantirishga harakatlar bo'lgan. Ya'ni o'sha siyosiy texnologiyalar degan mavzumizda o'tganmiz. O'sha ma'lum bir ijtimoiy muammoga urg'u berish orqali, ijtimoiy-iqtisodiy muammoga urg'u berish orqali o'sha ma'lum bir norozilikni xaosga aylantirish va o'zi nimaga chiqqanligini odamlar unutib qo'yadi-da. Ya'ni bu boshqa maqsadlarga o'tib ketdi, transformatsiya bo'lib ketib qoladi va o'sha boshida chiqqan odamlar o'zi ham keyinchalik bo'lmaydi, boshqalar bo'ladi bu yerda. Umuman maqsadli ravishda umuman bu yerda fuqarosi ham bo'lmasligi mumkin, tashqaridan olib kelinishi mumkin. Qozog'istonda shu narsa bo'ldi-ku. Ya'ni o'sha ko'chada topganlarning ko'pi Qozog'iston fuqarosi bo'lmay chiqib qoldi.
Ming afsuski Markaziy Osiyo fuqarolarini ham, o'sha Qirg'iziston va boshqa fuqarolarni ham u yerdan ushlashdi. Ya'ni bu maqsadli bo'lganligi ko'rinib qoldi-da va o'sha bu betartibliklar xaosga aylanib ketmasligi uchun Qozog'iston hukumatı majbur bo'ldi o'sha paytda KXSHTga murojaat qilishga. Ular keldi, haqiqatan o'sha maxsus reyslar, aviareyslar qilib, maxsus xizmat kuchlari jalb qilindi bunga, texnikalar jalb qilindi, o'sha suv purkagichlar bormi, boshqasi bormi, maxsus omonlar va o'sha norozilik bo'lgan guruhlarni tarqatdi va jinoyatchilar sifatida qo'lga oldi. Lekin bu davom etaverdi, ya'ni ular tark etish cho'zilib ketdi. Ya'ni masala hal bo'lgandan keyin ular chiqib ketish kerak o'zi. Ular KXSHT nizomiga asosan, lekin ular uzoq qoldi u yerda. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham ularning aeroportda samolyotlar hali ham turganligi, KXSHTni Rossiya, Belorussiya va boshqa davlatlarning samolyotlari turganligini va keyinchalik Qozog'iston prezidenti muammo bartaraf etilganligini va endi tark etishni so'radi o'sha payt. Tark etish so'radi, lekin tan olish kerak, o'sha paytda ko'pchilikka bu narsa yoqmadi. Ya'ni bular go'yoki biz yordam berdik, endi bizga ishi bitta bo'ldimi, anaqa aravasloydan o'tdi bo'ldimi deb qabul qilishdi. Vaholanki nizom asosida ular o'sha muammo bartaraf etilgandan keyin, xavf bo'lmagandan keyin, favqulodda holat bekor qilingandan keyin tark etish kerak o'z-o'zidan. Ya'ni uni hukumat yana chiqib uni eslatib tayyorlab turish kerak emas. Lekin o'sha paytda KXSHT shunda davom etdi va oxir oqibatda davlat rahbarining o'zi rasman chiqib murojaat qilib so'rov qilgandan keyin olib chiqib ketishdi va biroz munosabatlarga o'sha ta'sir qilgandek bo'ldi o'shanda. O'shandan beri Rossiyadagi ayrim bir jurnalistlar, ayrim bir bilmayman, psevdo olimmi ular, ayrim bir jamoatchilik faollari o'zlaricha Qozog'istonda mana shu bo'lgan harakatini noroziligini to'shatib turishdi. Go'yoki biz ularni qutqarib qoldik, ular bizdan chiqarishdi. Xo'p, nima qilish kerak edi? Bo'ldi, muammo hal bo'ldi. 1 oy, 15-20 kun hal qilgandan keyin chiqib ketish kerak edi. U nizomda shunday, umumiy kelishuvda shunday. Lekin ular uni boshqacha talqin qilishdi va o'shandan beri vaqti bilan Qozog'istonga nisbatan mana shunaqa bir ayrim bir jurnalistlar, ayrim bir o'zini tarixchi deb hisoblaydiganlar, bilmayman qanchalik tarixchi yoki bo'lmasam o'zlaricha jamoatchilik vakillari mana shu Qozog'istonni nisbatan asabga tegadigan yoki ularni bir qayda bir jahlni chiqaradigan gaplar chiqarib turishadi. Go'yoki o'sha hududlar chizilayotganda Qozog'istonga o'tkazilgan ayrim bir shaharlar deyshadi. Qozog'iston aslini olganda juda ham kichkina hudud, boshqa degan qanaqadir bir tarixiy jarayonlarni olishadi. 20-yildagi, 35-yillardagi tarixiy jarayonlarni olib qolishadi. Agarda biz ham o'sha tarixiy jarayonlar markaziy davlatlar ko'taradigan bo'lsak, unda ularni Moskva va Novgorodda qoldiramiz. Juda ham katta hududlar bo'ladi. Shuning uchun tarixni ko'tarish kerak emas, siyosiy reallik bo'yicha ishlash kerak. Biz mustaqil davlatlarimiz, markaziy Osiyo davlatlari. Qozog'iston mana shu holatda chizilgan, mana shu holatda tasdiqlangan va shu hududlarda mustaqil suveren davlat. Shu mustaqil suveren davlat sifatida u KXSHTga ham boshqasiga ham a'zo bo'lib kirgan. Uni hududiy yaxlitligiga da'vo qilish tugul, umuman bu masalani ko'tarib, qaysidir tarixiy yillikdagi voqealarni eslashni o'zi katta siyosiy xato. Mumkin emas bu. Bu davlatning to'g'ridan-to'g'ri suverenitetiga va to'g'ridan-to'g'ri millat va jamiyatni ruhiga bo'lgan tahdid hisoblanadi bu. Shuning uchun bu narsani bilish kerak. Bu endi andishani otini qo'rqoq deyshadi-ku, bir gapirdi, 2 gapirdi, indamadi, 3 gapirdi, indamadi deyiladi-ku, lekin aslo olganda bunday vaziyatlar ko'payyapti. Faqat Qozog'istonga, balkim Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga ham bu narsa eslatilyapti-da. Xo'p, to'g'ri, qudratli masalasida yoki siyosiy qudrat masalasida, harbiy qudrat masalasida hech kim o'zini ustun ko'rayotgani yo'q hech kimdan. Eng qizig'i, biz dushman ko'rayotganimiz yo'q. Shunday. Biz dushman ko'rayotganimiz yo'q. Kerak bo'lsa, juda ham siyosiy bosiqlik bilan ushbu masalalarga munosabat bildiryapmiz. Bizdan hech qachon biror masalada da'vo ham bo'lmagan, biror bir tarixiy narsani eslatganimiz ham yo'q va boshqa narsalarda. Misol uchun, 2-jahon urushida butun Sovet ittifoqidagi qancha olimlar O'zbekiston, Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston qabul qilgan. Bolalar, minglab, 100 minglab. Biz deb uni eslatib, boshqa bunaqa faktlar ko'p-da, bunaqa faktlar ko'p va bu faktlarni hammasini eslatib biz nimalardir kovlab, nimalardirgadir minnat qilayotgan joyimiz yo'q. Haqiqatda aynan mana shu 2-jahon urushida biz qandaydir e'tiborsiz o'tkazib yuboradigan joyimiz
O'zbekistonning 1/3 aholisi urushga ketgan ekan. Millionlab Mana tasavvur qiling, hozir qaysi urushda davlatning 1/3 aholisi urushga ketyapti va 1/3 aholisi urushga ketib 600 mingga halok bo'lyapti. Demak, 400 ming halok bo'lgan va 200 mingga yaqin bedarak yo'qolgan. 6 million 800 mingga yaqin aholi yashagan ekan O'zbekistonda 41-yilda. Shundan 2 millioni urushga ketyapti. Bu qayerda qanchasi qaytmagan, qanchasi nogiron bo'lib qaytgan, yaralanib qaytgan, psixologik ta'sir qilgan. Ular faxrlanadigan 9-mayda Kremlda katta nishonlanadigan urushda g'alaba qozonishda O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo xalqlarini va umuman o'sha paytdagi 15 ta respublika xalqlarini qanchalik mehnat qilganligini, qanchalik bu urushda nima deydi, katta kuch sarflaganligini bilmadim, endi biz har doim eslatayotganimiz yo'q. Biz eslatishimiz xohlamaymiz, chunki bu o'sha paytdagi umumiy vaziyat edi va buni endi deganda eslatib, buni qanaqadir provokasiyada ishlatishda o'z maqsadga muvofiq emas. Va bugun hozir mana shu Simonyanni chiqarayotgan narsasi, bitta oxirgi gapimni shu boradagi aytib olay. Bu birinchi marta emas-da. Mana birinchisida xo'p biz raddiya berdik yoki o'zimiz munosabatimizni bildirdik. Ikkinchi marotabasida ham chiqdik, hattoki rasmiy ravishda yoki 3-chi, 4-chi marotabalarda o'sha Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov yoki boshqa deputatlar munosabat bildirishdi. Bu bir marta, ikki marta bo'lsa-chi, endi u ichida o'ylab yurgan bu ma'lum bir alohida vaziyat deb bilishingiz mumkin-da. Lekin bu tizimli ravishda, doimiy ravishda chiqishi odamni kelantirib qo'yadi-da. Demak, qaysi nimani o'ylayapti? Qanaqadir muhit bormikin? Nimaga buncha? U hali sizdirilib chiqarilyapti. Bu sizdirilib. Shunaqa tasavvur uyg'onishga yo'l qo'yish kerak emas. Agar bu tasavvurimiz kundan kunga ishonchli bo'laversa, bu qaytamga Markaziy Osiyo dezintegratsiyaga olib keladi. Ya'ni Markaziy Osiyo qaytamga uzoqlashamiz. Mana yaqinda hozir esimda yo'q, Sverdlovskmida qaysidir Voronezh gubernatori o'zbekistonliklar Rossiyaga kelishga oldingida intilayotgani yo'q dedi. Ya'ni bizda bu balki ijobiy tendensiya, balki o'zimizda boshqa variantlar ham bordir, o'zimizda ish o'rinlari yaratarmiz, o'zimiz ham nimadir qila olishimizga, Markaziy Osiyoning o'zida bitta integratsion ish, nima deydi, loyiha qilishimiz mumkin. Va shunday qilib nima deydi, muhitni yaxshilash o'rniga shundoq ham qiyin vaziyatda bunaqa qilib og'irlashtirish nega kerak bo'lyapti? Va Farhod aka, bu ularning siyosatiga ham o'zida to'g'ri kelmasligi kerak, chunki bugun do'stlari o'zi ko'p emas. Bu bizdan chiqayotgani yo'q. Mana misol uchun Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi o'sha O'zbekistondagi bir necha bor rus tilidagi yoki boshqa bizda O'zbekistonchalik boshqa MDH davlatlarda rus maktablari soni ko'p emas. Bizda-ku ko'p. Nega endi bunaqangi provokatsiya qilinadi va shu bilan cheklanmayapti. Hali u jurnalist chiqadi, hali qanaqadir jamoatchilik, hali bir qanaqadir shaxslar chiqadi. Bu bilan nima deyishmoqchi? Bizda savollar shakllanyapti-da. Xo'p, endi mayli ichida yurgan bitta ikkita shovinist bo'lishi mumkin derdik. Lekin bu tizimli ravishda ko'payotganligidan keyin xayolingizga keladi. Demak, ichkarida qanaqadir muhit borki, bu sizib chiqyapti degan masala bo'ladi. Ana shu bizdagi gumonlar bo'lishiga va davlatlar o'rtasidagi va xalqlar o'rtasidagi munosabatlar buzilishiga yo'l qo'yish kerak emas. Keyin bir narsa bo'lsa, bizdan xafa bo'lib, bizdan ayb qidirish kerak bo'lmaydi-da. Qadamni o'zlari qo'ygan holda. Mana Markaziy Osiyoda shunday. Muxtor aka. Assalomu alaykum. Bu jarayon haqiqatda Farhod aka aytganlaridek bugun boshlangan jarayon emas va muttasil ravishda turli xil ko'rinishlarda va asosiysi juda ham agressiv manera deydi, ya'ni agressiv ko'rinishda bu bayon etib borilyapti. Men buni ko'proq urush davri psixologiyasi bilan asoslagan bo'lardim. Ya'ni urush davrini boshdan kechirayotgan davlatda doimiy ravishda jamoatchilik fikrni safarbar qilish kerak, nimadir narsaga jamlash kerak. Va bu masalada eng ularda ko'p muhokama qilinadigan, qandaydir ma'noda o'sha rus jamiyatida o'ziga xos konsensus shakllangan masalalarga qaratish osonroq. Ya'ni migrantlar masalasi ko'pincha ko'p partiyalar qaysi yo'nalishda bo'lmasin, fikri bir joydan chiqadi-da. Va Rossiya jamoatchiligida shunga o'xshash umumiy fikr shakllangan. Va migrantlarga murojaat qilishligi va Markaziy Osiyo mintaqasiga murojaat qilishlik avvalo ichki auditoriyani qaysidir ma'noda tinchlantirish uchun deb o'ylayman. Va esimizdan chiqarmasligimiz kerak, Simonyan, uni turmush o'rtog'i Kiyasyan bular
Rossiyadagi eng yirik ya'ni media sohasi vakillari va asosiy sohasi bu propaganda mahsulotlarini tayyorlash. Propaganda mahsuloti albatta uni zamirida aynan siyosiy masalalar ham yotibdi, lekin ko'plab kuzatuvchilar bu jarayonlarni kuzatib, ya'ni avvalo bu ichki auditoriya qaratilganligi va ularning axborotga bo'lgan va ichki qanday isyonlarini tinchlantirish uchun, ya'ni davlat ham yoki o'sha axborot sohasidagi mas'ul insonlar ham xuddi ulardek fikrlayotganligi va muammolarning, ya'ni ulardagi ijtimoiy hozirgi kunda yuzaga kelayotgan iqtisodiy muammolar, jamiyatdagi jamoatchilik fikridagi tarang vaziyatni yumshatishni bir vositalardan biri deb ham qarashimiz mumkin. Va bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari qanday yo'l tutishi kerak? Uni Farhod aka aytganlar, provokatsiyaga javob berilgani bilan u provokatsiya yakuniga yetmayapti. Bir yangicha ko'rinishda yoki boshqa bir shaxs yoki boshqa bir mavzularda ko'tarilyapti. O'ylaymanki, bu jarayonlarda qanchalik bu munosabat yuqori darajada agar munosabat bildiraverilsa, o'ylaymanki, bunday propagandik maqsadlarga erishilgan bo'lib qolishi mumkin ular tarafidan. Ya'ni darajani o'ylashimcha unaqa yuqori darajada bunga javob qaytarish ham kerak emas va jamoatchilik nuqtai nazaridan biz axborot makonida joylashganmiz, xohlaymizmi yo'qmi, Rossiya axborot makonida joylashganmiz, bu mintaqa va jamoatchilik fikrini ya'ni ular ko'zlagandek, ya'ni do'stona munosabatlarni agressiv holatga o'tilishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ya'ni ekspertlar darajasida yoki soha mutaxassislari darajasida javob berish kerak. Ya'ni ularda ham xuddi shunday ayblov yoki qandaydir bir muammolarni ko'tarib chiqarmaslik kerak deb o'ylayman. Va shunga qandaydir harakat ham bordek tasavvur uyg'otadi. Demak, ichki auditoriyaga qaratilgan informatsiya ekan, demak ular ichki auditoriyasi bilan albatta shug'ullanaversin. Va bizni Markaziy Osiyo mintaqasi albatta o'zini qo'yilgan maqsadlari bor. Bu yuqori darajadagi mintaqaviylashuv, o'zaro anglashuv darajasini oshirishlik, bu siyosiy, iqtisodiy va so'nggi paytlarda namoyon bo'layotgan bu quyi daraja, ya'ni xalq diplomatiyasi darajasida, insoniy darajasida aynan shu jarayonlarni aksincha bu narsalar mustahkamlash orqali, targ'ib qilish orqali mana shu berilayotgan propagandik hujumlarga javob qaytarish mumkin deb o'ylayman. Jahongir aka, qo'shimcha bo'lsin. Avvalo assalomu alaykum. Asosiy qismini hamkasblarimiz tushuntirishdi, Farhod aka, Muxtor aka. Endi ba'zi o'rinlarga qo'shimcha aytmoqchi edimki, 2001-o'rindan 2022-yil yanvar oyidagi o'sha KXSHT harbiy tuzilmalarining Qozog'iston hududiga kiritilishi rasmiy jihatdan bu, ya'ni Qozog'iston hukumati, endi tan olingan hukumat Qozog'iston prezidentining so'roviga nisbatan kiritilganda, siyosiy jihatdan aytiladigan bo'lsa, bu yerda eng avvalo asosiy maqsad qo'shinni ochiqlanishi kerakki, bu KXSHT qo'shinlari o'sha qisman boshlanib ketishi mumkin bo'lgan namoyishlarga qarshi ishlatilmadi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri kuchli asosiy jangovar harakatlarda qatnashiladi, bu ramziy ma'no kasb etdi, ya'ni qandaydir bir kafolat sifatida, ya'ni tashqi yordam eng asosiy ittifoqchi bo'lgan davlatning ya'ni kimni ko'proq qo'llashi. Chunki o'sha vaqtda bilamizki, Qozog'istonda o'ziga xos, endi tan olishimiz kerak, qo'sh hokimiyatchilik qaror topgandi, ya'ni rasmiy prezident Qosim-Jo'mart To'qayev, shuningdek Qozog'istonning o'sha sobiq prezidenti, birinchi prezidenti bo'lgan Elboshi Nursulton Nazarboyev va uning xavfsizlik va boshqa sohalardagi jiyanlarini, bir qancha jiyanlari, qarindoshlari orqali tuzilmaydida va xavfsizlik kengashiga raislik qilardi. Qizig'ida bu, ya'ni qaysidir ma'noda o'sha vaqtda Qosim-Jo'mart To'qayevning uni Rossiya kuchlarini chaqirishi ham qaysidir ma'noda bu kabi sohalardagi kuchlarga ishora ham bo'lishi kerak, ya'ni tashqi legitimlik kimning tarafida ekanligini bildirish uchun. Ya'ni bu harakatlar o'sha vaqtda to'g'ri, endi bu gaz muammosi, ya'ni ijtimoiy maishiy muammodan kelib chiqib siyosiy darajaga, umuman boshqa tarafga o'tib ketdi-da va qaysidir ma'noda hokimiyat tranzitini amalga oshishiga, to'la yakunlanishiga sabab bo'ldi. Ya'ni hokimiyat to'la qonli Qosim-Jo'mart To'qayevning qo'liga o'tdi
va Farhod aka aytganlaridek ular ma'lum fursat chiqmasdan turgan edi, lekin ularning bilishimcha agar Ukrainadagi urush bo'lmaganda ularning chiqib ketish ehtimoli past edi deb o'ylayman. Ya'ni qo'shimcha qarama-qarshilikni istamadida o'sha vaqtda Rossiya rahbariyati, chunki fevralda mo'ljallanayotgan urushda, ya'ni Qozog'istonda ham qarama-qarshilik bo'lishini istamasdan buni olib ketishga qaror qildi-da. Ya'ni bu harakatlar qaysidir ma'noda qo'l keldi Qozog'istonda quturib olishiga, lekin o'sha vaqtda biz bu tashkilotda emasligimiz juda katta foyda berdi, chunki bilamizki bir qancha ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqib Qozog'istonda KXSHT qo'shinlarini kiritilishi qozoq xalqi tomonidan bir qancha qatnamlar tomonidan bu qaysidir bosqinchilik, okkupatsiya sifatida baholanib, unga qarshi qurolli harakat ham boshlash harakat to'g'risidagi va'dalar yangragandi va o'sha vaqtda aytdik, agar Markaziy Osiyo davlatlari masalan qo'shni davlat bo'lgan bizning agar holat ODKB tarkibida bo'lganimizda kiritilganda, bu juda katta bizning milliy nima deydi do'stlik aloqalarimizga katta soya solgan bo'lardi va buni olindi-da. O'z vaqtida bu masalan shu Qirg'izistondagi yig'ilishdami Islom Karimovning gaplari yodimda. Ya'ni ODKB qo'shinlari umuman ichkarida ishlatilishi kerak emas degan fikrni aytgan. Juda qattiq fikr. O'zbekiston bu tuzilmalarda ishtirok etmaydi va shu yodimda, bu aniq. Ya'ni KXSHTni ichkaridagi masalalarda ishlatish taqiqlanadi degan. Tashqi agressiya bo'lmasa, tashqi agressiya bo'lmasa. Bunda o'sha yanvar voqealarida ham tashqi agressiya aytilgan. O'sha tashqaridan ta'sir bo'ldi deb aytilgan. Endi bitta insonlar chiqib intervyu bergan. Ana oqlash uchun boshqa inson bo'lib chiqdi. Keyin boshqa inson bo'lib chiqdi. Shuning uchun bu yerda juda nozik masalada. Ya'ni buni deylik hokimiyatni saqlab qolish uchun ham, hokimiyatni olib qo'yish uchun ham ishlatish mumkin-da, aynan mana shu punktni. Chunki katta qo'shin, ayniqsa endi KXSHT tushunamiz, bu Rossiya u yerda asosiy. Agar uni qo'shinni kirib kelsa, xudo biladi nima bo'ladi. Bu juda ham jiddiy masala. Endi o'sha 2022-yildagi yanvar voqealari tabiiy bu yerda hozir to'g'ri, ya'ni o'sha KXSHTni kiritilganini to'g'ri, noto'g'ri bo'lgan fikrlar juda ham ko'p. Lekin nima bo'lganda ham aslida bu ichkarida yetilib chiqqan muammo edi. Bu o'sha qo'sh hokimlik masalasi. Deylik bir tomon, hattoki biz bilamiz Nazarboyevda To'qayev qo'ygan hokimlarni olib tashlashgacha vakolatlar bor edi. Ya'ni hattoki oblast hokimlarini kelishish degan punktlar ham bo'lgan. Endi bu shunday bir o'tish davri edi. O'sha vaqtda qandaydir, chunki oson emas, bu 20 yillab hokimlik qilgan odamni ketishi oson emas-da. Katta sammitlarda ham o'zi ishtirok etadi. Ishtirok etayotgan edi. Shu. Bugun sekin o'tish davri edi, lekin bundan kimdir foydalanib qoldi. O'sha gaz bo'yicha bitta muammo chiqdi. Bu siyosiylashdi. Oxir mana Farhod aka olib o'tgan narsani juda to'g'ri aytdilar. Boshlangan boshqa narsa edi. Lekin Olmatada endi boshqa narsa ketayotgandi. Hattoki Olmata bilan o'sha gaz bo'yicha boshlangan joydagi masala umuman bir-biridan ajrab ham ketgandi. Ya'ni faqatgina hali shu hamma o'zini masalasini ko'tarishga harakat qildi va bu yerda turli guruhlar foydalanishga harakat. Nima bo'lganda ham tinchigani yaxshi, lekin bu tinchiganda Rossiyaning ishtiroki bo'lishi doim xavotirli. Mana Qirg'iz-Tojik chegarasida ham uzr gapsiz bo'ldi. Qirg'iz-Tojik chegarasida ham yodingizda bo'lsa, Rossiya darhol taklif qildi. Kelinglar dedi, biz tinchlikparvar kuchlarimizni kiritamiz deganda yo'q. O'zbekiston prezidenti Tojikistonga telefon qildi, Qirg'izistonga telefon qildi, keyin ular o'zaro gaplashdi va masala hal bo'ldi. Alhamdulillah, juda tinchlik bilan hal bo'ldi. Hal bo'lar ekan, mana hozir demarkatsiya ham qilib bo'lish chegara. Umuman Markaziy Osiyo davlatlariga qozni keragi yo'q-da. 5 ta davlat o'zi kelishib oldi. Muxtorga boya gap. O'sha hozirgi o'sha Semanyan chiqishlari xuddi o'sha davrni eslatayotgandi. Ya'ni biz qachonlarda sizlarga xizmat qilganmiz. Albatta. O'sha shuning uchun yomoni ham shuda. Bizni ya'ni Rossiya oldida hali qarzdor ekanligini his qilinglar degan yashirin ma'no ham bo'lishi mumkin-da. Va buni ko'p marotaba shu Qozog'istonga berilayotgan ma'no shu propagandik ma'lumotlar tarqatishlarni zamirida shu narsa yotadi. Ya'ni Qozog'iston haligi rasmiy Rossiyadan, Moskvadan uzoq bo'lgan yoki sal uzoqlashadigan vektorlarni tanlamasin yoki qandaydir qat'iyroq pozitsiyalarni egallamasin. Chunki qachonlardir bu Rossiya ularga shu murakkab siyosiy tranzit paytida ya'ni tashqi tarafdan legitimlik ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynagan degan yashirin ma'no ham yotibdi. Rahmat. Keyin bitta qo'shimcha qilib tugatib qo'ymoqchi edim fikrimni. Endi yana bitta masala borki, bu yerda demak birinchi o'rinda avvalo bu tarixni siyosiylashtirish yoki tarixiy faktlarni ko'pincha interpretatsiya o'z maqsadi yo'lida interpretatsiya qilish, bu boshqa juda katta salbiy o'ziga jarayondir, chunki uni manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan tarixda ham har xil voqealar bor-da. Ya'ni tarixni ochiq kerak,
tinch qo'yish kerak qaysidir ma'noda siyosatchilar va birinchi o'rinda kelajakka qurish kerak. Agar kelajakka shunday fikrlar bor, mashhur olimlardan birining kelajakka gumon bo'lgan xalq ko'proq tarixdan najot qidirishga harakat qiladi-da. Ko'proq kelajakka nisbatan intilish kerak. Endi yana bitta masala bor, Muxtor aka aytganlaridek, bu urush psixologiyasi ta'sir qilyapti va e'tibor bersangiz, Rossiya Ukraina urushi yakunlanishi yoki muzokaralar to'g'risida gaplar ko'payishi bilan ko'proq migrantlarga yoki Markaziy Osiyo, migrant deganda ko'proq endi asosan eng yaqin davlatlar bo'lgan Markaziy Osiyoliklar yoki yaqin o'sha MDH davlatlar nazarda tutiladi, shularga bo'lgan bosim orttirib borilyapti. Ya'ni ba'zida bilamizki, mana urush, ya'ni shunaqa holatki, bu juda katta jamiyatni psixologiyasiga ta'sir qiladi va unga doimo tashqi dushman obrazi kerakda. Tashqi dushman obrazi qilib nimagadir faqat o'sha Farhod aka aytganlaridek doimiy ittifoqchi yoki nisbatan vizasiz rejimda bo'lgan davlatlarning ham dushman qiyofasiga kiritilishi va ularga nisbatan doimiy axborot bosimlari bu qaysidir ma'noda shu yerda kulgili ham Rossiyaning manfaatlariga ham o'z zararga ishlaydi. Chunki o'zi Rossiya bilan do'stona munosabat qiladigan davlatlar barmoq bilan sanarli darajaga tushib qolyapti. Nimaga unga qarshi sanksiya kiritmaydi. Unga nisbatan betaraf turgan davlatni ham hozir o'zi do'st deyapti. Shuning uchun ham bu Rossiya o'zi qaysidir ma'noda Margarita Simonyanning o'zi uni gapi to'g'ri, Rossiyaning hokimiyat doiralari yoki qaysidir kuchlarining manfaatlariga xizmat qilsa ham, lekin bu sof Rossiyaning milliy manfaatlariga aslida xiyonat qilishdek gap deb aytgan bo'ladi. KXSHTga ikkalasi a'zoda. Qanaqa bitta tashkilotda, harbiy tashkilotda a'zo bo'lib, bir-biriga unaqa da'vo qilishi. So'nggi vaqtlarda mana shu katta davlatlar o'zini manfaatlariga zid ishlarni ham qilib qo'yishyapti. Bu jumladan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroilni qo'llab, sof AQSh manfaatlarini unutib qo'yganligi ham. Ya'ni oy chiqsa ham, chiqsa ham deb iqtisodiy va real manfaatlardan siyosiy mafkuraviy manfaatlar ustun kelganligida bo'ladi va eng katta xato. Eng katta xato bu nima deydi, aniqaning boshlanishi. Imtihonning ibtidosi sifatida ham baholanishi kerak. Bu ya'ni o'z milliy manfaatlarida, ya'ni nation state tizilmasidan voz kechib borishda, ya'ni boshqa davlat manfaatlarini qilib borish yoki mana bu AQShda boshqa davlat manfaatlari qilinayotgan bo'lsa, Rossiyada bo'lsa, ma'lum bir doiralar manfaatlarida, ya'ni sof milliy manfaatlar emas, ya'ni taktika faqat, strategiya yo'q-da bu yerda. Faqat o'sha taktik vaziyatdan chiqishga urinishadi. O'sha Margarita Simonyanga juda ham ko'p minbar berilyapti-da. O'sha tahliliy dasturlarida, o'zini chiqishlarida va uni u berayotgan qaysidir vaziyatga berayotgan sharhlari juda ham keng boshqa manbalar orqali tez tarqatilyapti. Bu shundan dalolat beradiki, ya'ni o'ta darajada hozirgi shu murakkab ijtimoiy holatda jamoatchilik fikrini o'ta kuchli manipulyatsiya qilish kerak, chalg'itish kerak va bu shu masalalarga xizmat qiladi, ya'ni ichki siyosiy masalalarga xizmat qiladi deb o'ylayman. Rahmat. Endi nega biz bu mavzularni olib chiqamiz, hurmatli muxlis? Chunki Markaziy Osiyo bir butun deb hisoblaymiz biz, ya'ni xabaringiz bor, biz hattoki mana doim bayroqlari ham bizda birga turadi. Markaziy Osiyoning istalgan joyiga tahdid bu barchaga deb hisoblanadi. Shuning uchun biz doim bu masalani muhokama qilamiz. Xudo saqlasin, o'sha O'zbekistonga o'sha ularning psevdo tarixchilari gapirib chiqqanda ham qozoq qardoshlar qarab turmaydi, qirg'iz qardoshlar. Bu shunday, ya'ni Markaziy Osiyo bir butun. Shuning uchun mana bugun Qozog'istonga aytilgan gaplar O'zbekiston tahlilchilari tomonidan muhokama qilinyapti. Chunki bu Markaziy Osiyoga, barchamizga otilgan o'q deb hisoblanadi. Mana shuning uchun biz tahlil qilamiz, hurmatli muxlislar. Endi keyingi savol bu juda ham achinarli holatlardan biri, ya'ni bevosita urush ishtirokchisi bo'lmagan, urushga aloqasi bo'lmagan davlatning samolyoti ichida odamlari bilan halokatga uchrashi. Mana bu urush shimolda boshlangan Rossiya Ukrainaning bema'no urushi nafaqat bu ikkala davlatning o'ziga zarar keltiryapti, boshqa ko'pchilikni ham xavotirga qo'ydi. Mana shulardan biri ekranda ko'rib turibmiz. Ming afsus, Qozog'istonning Oqtov shahrida Ozarbayjon havo yo'llariga tegishli samolyotning halokatga uchrashi. Buni har xil atash mumkin, lekin nima bo'lganda ham bu aynan mana shu urushning mevasi. Urush qurbonlari. Urush qurbonlarining safiga yana bitta havo kemasi qo'shilyapti hozir. Bu o'sha Grozniyga, Bakudan Grozniyga uchayotgan samolyot, avval boshdan uni qushlarga urilib ketdi deb o'ylashdi. Keyin u Maxachkala tomon yo'l oldi deydi. O'tib oxiri Oqtovga ketib qoldi. Xo'p, bu haqda endi juda ko'p maqolalar berilyapti, tahlillar g'arbdan, sharqdan, g'arb tushunarli, ya'ni avval boshdan pozitsiyani deylik Rossiyani tanqid qilishga qo'yishi mumkin, ya'ni uni xolisligiga shubha bor deyish mumkin, lekin bugun ko'ryapmizki, taqdim etilayotgan materiallardan haqiqatan gap qushlarda emas ekan.
Bu yerda ekspertlar ham rasmlari, hattoki o'sha bort kuzatuvchisi, omon qolgan bort kuzatuvchisi ham voqeani aytib berdi. O'sha shifoxonaning o'zida 2 marotaba qattiq bir jism kelib urilganligini, to'qnashuv bo'lganligini aytdi-da. Ya'ni samolyotga bo'lgan bu va samolyotni jiddiy shikastlantirgan. Hattoki uni boshqaruvga ham ta'sir qilgan. O'sha qo'nayotganda ko'rsangiz, professional uchuvchilar samolyotni faqat dvigateli bilan ishlabdi. Boshqara olmagan va kelib yo'lga o'shanday bo'lsa ham qahramonona baribir qancha qoyil qolish kerak. Endi og'ir bu narsa, chunki umuman aloqador bo'lmagan, hozir aytib o'tganingizdek, bir davlatning fuqarolari bu narsaga tortilib qolishi birinchi navbatda men har xil provokatsiyalar berilmagan holatda bu narsaga yo'l qo'yib bergan va sababchisi bo'lib qolgan, o'zini kasbiga, o'zini lavozimiga, o'zini vazifalariga mas'uliyat bilan yondashmaydigan, kompetentsiz bo'lgan mutaxassislar aybdor deb o'ylayman. Bu Rossiya tomon bo'ladimi, bu Ukraina tomon bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Agar o'sha Grozniy shahriga Ukraina tomonidan dronlar hujum bo'layotgan bo'lsa, nimaga Grozniy atrofidagi havo yo'llari yopilmagan va u rasman e'lon qilinmagan? Nimaga u marshrutlar uchayotganda to'xtatilmagan? Bu ataylab qilinganmi, ataylab qilinmaganmi? Buni ekspertlar aniqlashadi, lekin fakt bu yerda hujum bo'layaptimi? U o'sha ustavga ko'ra, o'sha yo'riqnomaga ko'ra bu shaharga kelinadigan har qanday parvozlar oldindan bekor qilinishi kerak edi. 2001-yil Nyu-York shahrini eslaylik. Mana maxsus reys degan kinofilm ham chiqdi-ku. Ular Nyu-Yorkka necha mingta samolyot uchadi. Har bittasiga chiqib yo'nalishni o'zgartirish so'ralgan. Har bittasiga chiqib Nyu-York va Amerika Qo'shma Shtatlari havo hududlari yopilganligi e'lon qilingan. Nima qilsang qilaver, yoqlig'ing bormi, yo'qmi? Kirma. Orqaga qaytasanmi, boshqa qilasanmi, mumkin emas. Bu davlatning havo chegaralari yopildi deb e'lon qilgan. Shundan keyin hamma o'zini yo'nalishini o'zgartirgan. Nega bu samolyotni Grozniy hududlarigacha kirib kelishiga ruxsat berilgan? Hali ham xudo asrab, boshqa samolyotlarda shunaqa bo'lganda-chi. Bu bitta case. Lekin boshqasi bu ataylab qilmadi, unisi ekspertlar baho berishadi, lekin fakt bor bu yerda. Bu yerda bu samolyotning ya'ni rad etib bo'lmaydigan fakt. Dronlar hujumi ma'lum bo'lgan. Farg'onaga qo'shimcha qilib ketay. Aynan mana shu ayblov bilan Rossiya o'z vaqtida Ukrainaga chiqqanda 2014-yil Malayziyada mana shu Malayziya aviakompaniyasi samolyotini ukrainlar otdi, ruslar otdi degan Ruslar ketayotganda Rossiya bitta narsa aytgan, men shunda aytganman, shu to'g'ri aytayaptimikin deb. Nega Ukraina havo hududini yopmadi degan. Xuddi shunday urush bo'layotgan joyda, havo hujumlari bo'layotgan joyda havo hududlari yopilishi shart. Bu urush qoidalarida ham, xalqaro huquqda ham bor bu narsa. Lekin nimaga shunga sovuqqonlik bilan qarashgan? Birinchi navbatda shular javob berish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, savollar ko'p. Nega bu samolyot misol uchun Oqtovga qarab uchadi? Maxachkala emas. Nimaga Maxachkala emas yoki boshqa hududlarga emas? Nega? Bu imkoniyatlar qanaqa edi? Bilamiz, samolyotlar, har qanday samolyotlar zaxira bilan uchadi, yoqilg'ini. Ular har qanday holatlarga qiladi. O'zi asli olganda Baku bilan Grozniy shahri uzoq emas orasi. Ya'ni har xil texnik imkoniyatlarni ko'rib chiqish kerak edi. Nega shu ishlanmagan? To'g'ri, dengizni nariyog'iga u o'sha aloqa uzilganligini aytishyapti. To'g'ri, endi shikastlangandan keyin aloqa uzilgan. Ular hattoki o'sha GPS sistemalari ham ishlanmagan, maxsus o'sha aloqa vositalari ishlamagan. Bu texnik imkoniyatlari bor, lekin baribir ham bu narsani o'shandan oldin ko'rib bilish kerak edi. Buni ichida yuzlab odamlar bo'ladi. Bu Rossiya fuqarosi ham bor ichida. Shunday. Boshqa davlat fuqarolari ham bor. Chunki Chechniyaga ketyapti o'zi. Grozniy, Checheniston. Mana shu mas'uliyatsizlik avvalambor. Ya'ni urush bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Hamma o'zining ish bilan ovora bo'lganda, lekin asosiy masala bor. Uchib kelayotgan samolyotlar va havo kemalarining yo'lini, marshrutlarini o'zgartirish. Ya'ni yopsa bo'ldi. Yopsa bo'ldi. Bu yerda umuman aloqador bo'lmagan Ozarbayjon xalqi, davlati misol uchun yana o'sha kuni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining norasmiy sammiti bo'layotgan kun. Endi Aliyev tashrifni bekor qilib, endi bunday holatlar bo'lmasi kerak. Nafaqat takrorlanish, umuman bo'lmasligi ham. Mana bu. Bu tashqaridan kirib kelgan, endi bunga aloqa unaqa yo'q endi. Bilan bo'lmaydi. Yo'q, nima bo'lgan taqdirda ham mumkin emasda havo yo'llarini yopilishi shart. Busiz bo'lmaydi. Endi hozir buni siyosiy oqibatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni endi Ozarbayjon va Rossiya munosabatlari bor bu yerda.
Qozog'iston va Rossiya munosabatlari bor bu yerda. Qozog'iston mana aytayaptiki, bu tergov jarayonlarining boshqasini biz yopiq holatda qilamiz. Hech qaysi davlat aralashmaydi, deyapti. Bu yerda ta'sirlar bo'lishi mumkin bu yerda. Ya'ni qaysidir masalalarni yoshirish, bunaqa paytda mard bo'lish kerak endi. Urush holatda bo'lsa, sodir bo'lgan bo'lsa, jazolash kerak o'sha odamlarni, o'sha mutaxassislarni. Bu shunchaki o'tib ketilaveradigan, keyingi safar yana bo'lsa, yana yopilib ketiladigan masala bo'lish kerak emas bu. Va Rossiya hali buni tan olgani yo'q, uzr so'ragani yo'q. Faqatgina Rossiyada buni tan olganiga ishora shuki, u yerda o'sha aviatsiyaga mas'ul bo'lganlarning gilam rejimi amalda edi degani. Ya'ni Grozniy ustida dronlar uchayotgani uchun gilam rejimi amalda edi. Ya'ni bu degani Kavroviy nimadir himoya tizimi bo'lsa kerak. Mana shu amal boshqa hech narsa demayapti. Xo'p, buni e'lon qilish, ogohlantirish kerak-da axir. Mana bu narsa qilinmagan. Bundan tashqari Ozarbayjondan deputat juda qattiq gapirib chiqdi. Ya'ni tamom Rossiya uzr so'rash kerak va tovon to'lash kerak. Как положено hammasini joy-joyida qilish kerak edi va buni Peskovga aytsa, Peskov yo biz oldin aniqlaylik, gap nimadaligini shundan keyin va Ozarbayjonlik deputat eslatyapti. Lekin Qorabog' urushida biz vertolyotingizni urib qo'yganda darhol bizni prezident chiqib uzr so'ragan, tovonini ham to'laganmiz, hammasini hal qilganmiz, kompensatsiya hammasini hal qilganmiz. Nega sizlar uni qila olmayapsizlar? Lekin Rossiya tomoni uni hal tan olishga shoshilmayapti. Bundan tashqari Chechenistondan biz qandaydir yordamlar beramiz desa, Ozarbayjon prezidenti ma'muriyati juda keskin bayonot bilan chiqdi. Ya'ni Rossiyaga to'g'ridan to'g'ri aytmagan bo'lsa-da, lekin Checheniston bayonotiga biz qo'limizdan keladi o'zimiz hammasini ta'minlash, sizlar faktni tan oling, uzr so'rang va tovon to'lang deb mana shunday bayonot bilan chiqdi. Muxtor aka, shunday bo'lish kerak, mard bo'lish kerak. Chunki bu doimiy shunaqa o'tib ketilaveradi degan narsa bo'lish kerak emas. Bu o'zaro hurmat, davlatni o'zaro bir-biriga, misol uchun kimdir nimadir xato qilsa tan olinsa ham, misol uchun vaziyat yumshaydi-da. Albatta. Chunki endi real holatda masalan u yerda hech kim uni ataylab nishonga olib urmaydi. Urmagan, to'g'ri. Bu yerda mas'uliyatsizlik. Demak, shu narsa qilinmagan. Hech kim hali samolyot Ukrainadan droni kelib urildimi yoki Rossiyaning PVO tizimi qurollar urildimi, u ikkinchi masala. Lekin masala shundaki, o'sha yerda shu jarayon bo'lyapti, uni ogohlantirish kerak. Farg'onaga mana juda to'g'ri aytyapsiz. Qarang, siz aytyapsiz, xayolimda 2014-yil. 2014-yil aynan Rossiyani quroldan otdi deganda o'sha Rossiya tarafdan aytilgandiki, mayli dedi. Hamma otayotgan edi o'sha vaqtda. Nega sen havo hududingni yopmading? Sening majburiyating edi-ku dedi. Ya'ni jang bo'layotgan hududda, o'sha Donetsk tarafda, jang bo'layotgan tarafda havo hududini yopish sizning majburiyatingiz, nega yopmadingiz dedi. To'g'ri, endi buni bir bahona deyish mumkindir, lekin nima bo'lganda ham endi xuddi shu holat o'ziga qaytib keladi. Ya'ni Grozniyda agar dronlar hujum, biz endi Grozniyga bo'lgan dronlar hujumini ham oqlamaymiz. Chunki u yerdagi tinch aholining nima aybi bor degan savol bor. Ammo dronlar hujum bo'layotganda havo hududini yopishi shart va oddiy aholini, ya'ni bo'lib ham qo'shni mamlakat samolyotini xavf ostiga qo'yishi umuman mumkin emas. Men bu jarayonga sal nimadan qaragan bo'lardim, ya'ni kattaroq kontekstda. Ya'ni bu hodisalar, ya'ni samolyotlar urib tushirilishi, qandaydir bir baxtsiz hodisalarni ko'payib qolganligi bu urushning oqibatlari deb o'ylayman. Ya'ni urush qancha davom etgan sari mana shunday ko'ngilsiz hodisalar ko'p bo'ladi. Ya'ni urushning psixologik ta'siri jamoatchilikka qanday bilinadigan bo'lsa, mas'ul insonlarga 10 barobar oshiq. Ya'ni doimiy ravishda xavf mavjud bo'lishligi, bu har qanday provokatsiyalarni hozirgi kunda juda ham osonlik bilan qo'lga amalga oshirilishi albatta kuchli bosim o'tkazadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa mana shunday hodisa yuz berganda albatta agar tekshiruvlar, texnik tekshiruvlar buning aynan Rossiya tomonidan uchirilgan ya'ni havodan hujumga qarshi mudofaa tizimi orqali tashqi ta'sir natijasida amalga oshiriligi isbotlanadigan bo'lsa, qancha mana shu uzr so'rash yoki qandaydir bu masalani yopishga kechiktirilishini tovoni ortib boraveradi. Hamma anglab bo'lgandan keyin o'ylaymanki, agar Rossiya tomoni shunga qarshi qanaqadir vosita qo'llagan bo'lsa, ular bilishi kerak. Chunki shunga mas'ul insonlar o'sha paytda qanday obyektlarga o'q uzilgani, u samolyot uchish vaqti uni yashirish imkoniyati yo'q-da. Agar shu holat yuzaga keladigan bo'lsa, buni hozirgi holatda tan olish kerak. Qachonki texnologik o'sha Braziliyadagi o'sha samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyaning vakillari, xalqaro havo grajdanskiy, ya'ni fuqaro aviatsiyasi mas'ullari kelib buni o'rganib, buni aniqlab bergungacha
birinchidan bu Rossiya juda ham katta mavqeiga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Ikkinchidan esa ya'ni bu hozirgi kunda endi aytishimiz qiyin, juda ham katta ikki mamlakat o'rtasidagi strategik masalalarga ta'sir ko'rsatadi, lekin ishonch darajasini albatta tushiradi va qaysidir holatlarda bo'lishi mumkin shunga o'xshash javob holati, ya'ni atayin demoqchi emasman, shunga o'xshash krizis holatlari bo'lganda, ya'ni bu Ozarbayjon tomonidan ma'nan huquq qoladi, ya'ni bu huquqiy tarafdan emas, ma'nan huquq qoladi va uchinchidan esa bu yerda halok bo'lganlarni masalasi negadir katta e'tibor qaratilmayapti. Ya'ni u yerda Rossiya fuqarolari ham halok bo'lgan, Ozarbayjon fuqarolari halok bo'lgan. Masalan, birinchi o'rinda o'sha halok bo'lganlarni e'tiborga olish kerak deb o'ylayman. Ya'ni oilasi ular uchun juda ham katta bu kulfat aslida. Va bu masalada ya'ni kim aybdor yoki sabablari qanday bo'lganida degan masalani uzoqqa tashlanishi va hattoki o'sha prezident matbuot kotibi, ya'ni o'sha Rossiya prezident matbuot kotibi bunga hali tekshiruvlar o'tkazilishi kerak, hali biz hali uzr so'raydigan biror bir ish tasdiq topgani yo'q ko'rinishda berishligi qandaydir bu hurmatsizlik ramzi deb ham qabul qilinishi mumkin. Shuni ortidan ham albatta qandaydir bir gumanitar yordam ko'rsatish takliflarini ham Ozarbayjon tarafi qabul qilmayapti, chunki ya'ni Rossiya tomonidan berilayotgan munosabatlarda o'ziga xos shunday seziladiki, ya'ni shovinistik baribir kayfiyat seziladida, ya'ni nega Rossiya uzr so'rashi kerak qabilida deb tushunish mumkin. Lekin bu vaziyat shuni tasdig'ini topgandan keyingi bildiriladigan uzrni ta'siri hozirgi paytda holatdan farq qilishi mumkin. Endi asosiy fikrni aytadi. Bitta asosiy fikrni aytmoqchi edimki, hozir valo birinchi o'rinda harbiy harakatlar ketayotgan joyda bu nima deydi, xalqaro huquq qoidalari bo'yicha birinchi o'rinda gumanitar huquq qoidalari bo'yicha o'sha joyni rostdan ham nima deydi, havo hududlarini yopish kerak va imkon boricha oldindan aytilishi kerak edi samolyotlarni boshqa joyga uchish haqida. Ikkinchidan bo'lsa, endi to'g'ri urush holatida bu kabi holatlar bo'lish ehtimoli, ya'ni nima deydi, xatolar bo'lish ehtimoli baland, lekin bitta fikr tug'iladiki, bu xatoni nima deydi, aynan xato qilmaslik uchun ham ular shunga o'qitiladi-da. Demak, agar bu xatoni qilishdan, demak ular professionalizmiga hamda ularning kompetentligiga juda katta savollar tug'iladi va bu keyingi savollarni yuzaga keltiradi. Qanday qilib ular ushbu harbiy qurollardan foydalanyapti deganda va hozir juda ko'p o'sha Ozarbayjonning davlat hukumat organlariga asoslanib va boshqa mustaqil manbalarga asoslanib ko'pchilik aytyaptiki, bu Rossiya Federatsiyasining Pantsir S havo hujumiga qarshi mudofaa tizimiga kiruvchi raketalar bilan urib tushirilganligi to'g'risida, ya'ni o'sha samolyotga o'q otilgan to'g'risida ma'lumotlar ko'p kelmoqda. OAV ham, hatto Ozarbayjondagi rasmiy OAV ham shu haqda ma'lumot bermoqda. Va ikkinchi o'rindagi masala, nima uchun ular Kaspiy, agar imkon bo'lsa mana chega bor, mana bu yerdagi mana Kalmikning Maxachqal yoki mineral suvlar singari yaqinroq nimalarga emas, nisbatan hududlardagi aeroportlarga emas, nima uchun aynan mana tasavvur qiling, samolyotga zarba berilgan, samolyotda hatto ekipaj a'zolari ham yaralanganligi to'g'risida o'sha juda katta panika deydi-yu, juda katta vahima uyg'otilayotgan bir vaqtda, endi ular unutmaslik kerakki, qaysi havo hududida tursa o'shaning bu nima ham esimizga tushadi, ya'ni Belarus ustidan uchib o'tayotgan samolyotda blogerni qo'lga olish uchun aytishgandiki, ya'ni qaytishdan, ya'ni Minskka qo'nish to'g'risida, ya'ni buyruq berilsa o'shanga rioya qilishga majburda havo hududidan o'tish to'g'risida umumiy qonun qoidalariga ko'ra. Demak, ular dengizdan butun boshli nima deydi, Kaspiy dengizini kesib o'tib, ya'ni Aktau bilan gaplashdik, o'sha yerga qo'nishingiz mumkin degan qilingan. Nima uchun? Boshqa xavfsizroq joyga emas. Unutmaslik kerakki, biz buni oldinroq ham gaplashgandik jamoadagilar bilan, ya'ni dengizga qo'nish eng xavfli, eng nisbatan nima deydi, mana dalillarni yo'q qiladigan
usullardan birida, chunki shiddatli o'sha katta tezlikda suvga qo'nilsa, suvni o'zida juda nima deydi, bu holatni, ya'ni uni o'qotilganligi, boshqa haqidagi ma'lumotlar yo'qotilishi mumkinligi to'g'risida ekspertlar ma'lumot berishmoqda-da. Ya'ni bundan asosiy maqsad samolyot ular Aqto'gacha uchib bormasligiga ishonchi degan fikrlar yangramoqda hozir. Ya'ni shunday shubhalar ham bor. Ha, bu juda katta shubhalar bor hozir bu bo'yicha-da. Ya'ni bu qaysidir ma'noda mo'jiza deyishmoqda-da. Hozir ularning shuncha katta masofadan olib o'tib nechtadir nima 28 dan ortiq yo'lovchini qutqargani qaysidir ma'noda ekipajning katta yutug'i va bu endi mana qo'shimdan qora yashikning ham topilganligi sifatida. Ya'ni bu holat ya'ni doimgi urush holatlarida bo'ladigan yoki bunaqa jarayonda bo'ladigan sirlarni yashirish, ya'ni buning imkon boricha izini yo'qotish singari, ya'ni samolyot, ya'ni ba'zidir shuna tushuncha bor-ku, net tela, net dela deydigan tushunchalar bor-ku, ya'ni jasad bo'lmasa ish ham yo'q deb kriminalistikadagi fikrlar singari, ya'ni samolyotni bo'lmaganligi tufayli keyin qolgan gaplar konspirologiya bo'lib yangrashi, isbotlana olmasligi to'g'risidagi bir o'ziga yarasha umidni uyg'otadi degan masala ham turibdi bu yerda. Ya'ni va ikkinchidan Muxtor akaning fikrlariga qo'shilamiz. Bu fikrlar Ozarbayjon Rossiya munosabatlariga to'laqonli keskin o'zgarishiga sabab bo'lmasa ham, bu juda katta savollarni yuzaga keltiradi, ayniqsa Ozarbayjon va umuman boshqa davlatlarning jamiyati oldida. Ya'ni mana Qozog'istonning Qozoq Air degan aviakompaniyasi ham o'ndan ortiq va Ozarbayjonniki ham o'ndan ortiq. Jahongir, qarang, bundan tashqari Fly Dubai, hop, Fly Dubai, Turkmaniston havo yo'llari, Isroil, LAI, mana jiddiy kompaniyalar bir qancha shaharlarga reyslarni to'xtatibdi. Bir qancha va Ozarbayjon aviakompaniyasini reyslarni to'xtatishiga sabab ham tergovning birinchi natijalaridan so'ng deb e'lon qilishdi. Demak, tergovning birinchi natijalari bunga tashqi ta'sir bo'lganini aniqlagan, ya'ni qushdan boshqa ta'sir bo'lganini aniqlagan. Shundan keyin to'xtatdi, bir 10 ga yaqin shaharga to'xtatishdi. Bundan tashqari mana uning ortidan demak Qozoq Air, Isroilning LAI va Fly Dubai, Birlashgan Arab Amirliklarining va Turkmaniston aviakompaniyasi. Mana jami 5 ta aviakompaniya hozir bir necha parvozlarni to'xtatdi, chunki ular o'zini xavfsiz deb his qilmayapti. Bu nafaqat deylik boshqa zararlardan tashqari, bu iqtisodiy zarar va ruschada imidjevая потеря deydi-ku. Eng asosiysi. Rossiyada o'zi to'g'ridan to'g'ri g'arb mamlakatlariga uchadigan aviareyslar allaqachon qolmagan. Ko'p masalalarda ya'ni Istanbul orqali, Dubay orqali tranzit uchadi. Hozir bu yanada masalani murakkablashtiradi. Hozir mana shu o'sha fikrim bor edi, o'sha oxiriga kelmay qoldi. Nega shu masofa, shu havo yopilmadi? Ya'ni bir manbada aytilganki, Rossiyaning mana shu urush paytidagi axborot siyosati xuddiki tashqi dunyoga Rossiyada hamma yoq tinch, urush qandaydir olis joyda bo'lyapti. Rossiya jamiyatini tinchlantirish uchun, ya'ni Rossiya o'zini odatiy hayoti bilan yashasin, to'g'ri shunday tarzda axborot yetkazish siyosati amalga oshirilyapti deb yoziladi. Va bu yerda ham agar shu muttasil mana shunday raketa hujumlari demaymiz-ku, mana shu dronlar hujumi bo'layotgan paytda havo hujumlarini paytida havoning yopilishi jamoatchilik fikrini ham o'zgartiradi-da. Ya'ni hamma narsa silliq ketmayotgan ekanda. Ya'ni Rossiyadagi bu urush demak xavotir bor ekanda. Ijobiy natijalarga bo'lgan xavotirlarga asos yaratib beradi. Shuning uchun ham bu masalalarda imkon qadar imi-jimida yoki shu narsalar hujumlar bartaraf etilsa ham e'tibor bersangiz hech qanday zarar yetmadi yoki raketa kelib zarar bersa ham uni qaysidir qoldiqlari kelib tushishi hisobiga shu portlash yuzaga, yong'in yuzaga keldi degan tarzda axborot taqdim qilinishi hozir odat tushini oldi. Shu kontekstda bo'lishi ham mumkin. Endi bu yerda bitta narsa, endi mavzu cho'zilib ketdi. To'g'ri, endi har xil versiyalar bor, boshqasi bor, lekin bizma bo'lsa ham xolis yondashishimiz kerak. Albatta. Men nazrimda bu yerda qanaqadir bir axborot uchun ishlatish maqsadida boshqasi bo'lmagan. Bu shunchaki qaysidir mutaxassislarning sovuqqonlik bilan munosabati va texnik bir holatdan kelib chiqqanda, ya'ni u yerda o'tirgan mutaxassislar buni o'ylamagan bo'lsa kerak. Shu pultda o'tirgan odam butun Rossiyadagi axborot siyosati haqida o'ylamagan bo'lsa kerak. Ular shunchaki havo hududini yopish to'g'risida menimcha Farhod bu yerda menimcha
bilasizmi Farhod aka, ayrim hollarda erksizlik shunga olib kelar ekanki, o'zini mas'uliyati degan narsani ham katta xo'jayinlardan so'ramasdan aytolmaydigan darajaga kelib qoladi. Yo'q, so'rash kerakda shuni, o'sha rahbaridan tortib o'sha knopkani nuqtani bosadigangacha bo'lgan mutaxassislarda qo'rquv muhiti shakllanib qolganga o'xshaydi Farhod. Yana bitta narsa bor, ular ma'lumotlarga qaraganda nega u Aqto'ga qarab uchgan, ular umuman axborot kommunikatsiyasini yo'qotib qo'ygan. Ya'ni hatto GPS ham yo'qotib qo'ygan. GPS, ya'ni u qaysi samolyot, raqami nechi, nimaligini aniqlash imkoniyati bo'lmaganda, endi GPS ni o'ziga o'chirishgan. Chunki boyagi dronlar hujumi davrida dronlar ko'pi GPS dan jo'natilar ekan. Shuning uchun GPS o'chgan. Ming afsuski, GPS o'chganda samolyotlarga ham o'char ekan. Shuning uchun samolyot so'ragan ekan, menga boyagi yordam beringlar, boyagi radar yordamini beringlar. Ular ham o'sha uzilgandan keyin mabodo agar Bakuga qaytadigan bo'lsa, bu noaniq obyektni urib tushirishi mumkin-da. Ya'ni bu xavfi ham bor. Balkim o'sha qahramonlik tan olish kerak o'sha uchuvchilarni. Lekin uchuvchilar bo'yniga olib o'sha yoqqacha uchganda. Va bu yerda nima bo'lganda ham uchuvchilar qahramon, chunki ular halok bo'ldi. Lekin qanchadir juda katta mas'uliyatda bu, o'sha 100 dan ortiq odamni umrini bo'yniga olib, balki misol uchun u noaniq obyekt sifatida Qozog'iston hududlariga kirsa, Qozog'iston chegarachilarini urib tushirishi mumkin edi, lekin shunga qaramasdan shuni olib borib shu odamlar nechtasini ham saqlab qolish haqida o'ylashganda, bu juda katta texnik aslida. Endi o'ylaymiz, tergovni mana kuzatamiz, tergov natijalari bo'yicha yana alohida sizlar bilan suhbatlashamiz. Rahmat. Endi keyingi savol bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida biz a'zo bo'lmagan va kuzatuvchi. Biz yaxshi kuzatib turamiz, ya'ni u yerda nimalar bo'layotganidan xabardor bo'lishimiz kerak. Ali surprizlar bo'lmasligi uchun deydi-ku. O'zi Hamid aka ham aytadilar, nimaga davlatlar shuncha tashkilotlarga kirib ketaveradi desa xabardor bo'lib turish uchun deyiladi. Chunki xavotir bor. Masalan, savol beramiz. Sho'sam bor, ODKBsi bor, Yevraziyasi bor, BRICS bor. Mana endi savol beraman. Nega hamma davlatlar shularga intilaveradi? Xabardor bo'lish bu juda ham muhim. Ali aytadi-ku, erkak kishini 50 tulfati bilan hammasidan xabardor bo'lib turadi degandek gap bu deb hazillashib qo'yadilar. Mana shu Yevraziyada g'alati voqea sodir bo'ldi. To'g'ri, avvallari ham biz davlat rahbarlarining qattiq gapirganini eshitganmiz. Jumladan Islom Abdug'aniyevning ayrim davlat rahbarlariga tanbehini eshitardik. Bu tanbeh edi. Kerak bo'lsa Vladimir Putinga, Lukashenkoga. Reglament tuzgandan keyin shunaqa bo'ladi. Albatta. Yo'q, o'zidan o'zi emas, ya'ni Karimov jahli chiqqandan demaymiz. Reglament tasdiqlangan. Mana shuni qilish kerak kim bo'lsa. Buzishganda tanbeh berib joyiga qo'yganini ko'rganmiz, biz buni ko'rganmiz. Yoki bir jahli chiqib ketganda Tojikiston prezidenti Putinga yozirib qolganini ko'rganmiz. Nega u normal munosabatda bo'lmaysizlar? Bitta konferensiya qilsam, zam ministri jo'natyapsan, hech bo'lmasa ministr jo'natsang bo'lmaydimi? Bu nima degani edi? Bir uni ko'rganmiz, lekin hammasi bir tomonlama bo'lardi. Hatto o'sha uchrashuvda ham Vladimir Putin, "Yo, buni ko'rib chiqishga to'g'ri aytyapsiz, jiddiy qarashimiz kerak, biz do'stmiz" deganda shu masala yopilgan. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining so'nggi yig'ilishida, bu mana kuni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishida Lukashenko bilan Pashinyan onlayn efirda tortishyapti va bu davlat rahbarlari darajasida g'alati ko'rinar ekan. Shokirjon, iloji bo'lsa shu videoni efirga olib chiqsangiz. Спасибо, Александр Григорьевич. Просто хочу уточнить, что вот мы не возражаем против проведения заседания Высшего экономического совета ЕС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Спасибо. А что за проблема? Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно. Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто вы сказали, затронули вопрос, я должен был сразу среагировать, что не было никаких недопониманий. Ну, мы рассмотрим ваше заявление. А что тут рассмотреть? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление это не подлежит к рассмотрению. Да, мы это только его... Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали. Нет проблем. Предлагаю перейти к процедуре.
Farhod, endi sizdan boshlaymiz, chunki juda kattalardan boshlaymiz, professorlardan. Chunki aytamiz, mana hozir bizga kulgili tuyulyapti, lekin hech ham istamasdik biz masalan rahbarlar darajasida shunday bo'lishini. Chunki rahbarlar bu prezidentlar bu davlatning yuzi. O'zi nomidan ham prezident, ya'ni uni yuzi. To'g'ri, Armanistonning bosh vaziri, lekin u ham hukumat rahbari va umuman davlatning birinchi shaxsida, ya'ni qaror qabul qiluvchi birinchi shaxsi va ular o'rtasidagi bunday munosabat bizga juda erish tuyuldi to'g'risi. Va biz aytdikki, albatta biz siyosatshunos do'stlarimizdan so'rashimiz kerak. Farhod aka, gap nima to'g'risida? Endi qarang, bu tashkilot doiralarida, jiddiy tashkilotlar muhokamalarida bunday bo'lishi bu tashkilotning obro'siga to'kiladi-da. Ya'ni u yerdagi masalalar bu tashkilotning jiddiyligiga bo'lgan munosabat o'zgarishiga olib keladi-da. Nega endi shunday bir muhim bo'lgan jarayonda bunaqangi o'ziga xos pichinglar, o'ziga xos bir-biriga replikalar tashlashligi bu tashkilotda qanchalik masalalar muhim yoki muhim emasligini belgilaydi-da. Ya'ni jiddiy masalalar, juda ham o'tkir masala muhokama qilinayotganda-chi, bunaqa hazil huzulga yoki bunaqa replikaga yoki piching tashlashgacha u kayfiyat ham bo'lmaydi. Ya'ni onlayn efirda. Onlayn offlayn farqi yo'q. Unaqa muhit bo'lmaydi-da aslida olganda. Demak, u o'sha Belorussiya prezidenti Lukashenkoning bunaqangi munosabat bilan bildirilishi balkim o'zi ham skeptik bir qarash bordir bu tashkilotga nisbatan. Ya'ni nimaga u shunaqa jiddiy masala muhokama qilinayotganda boshqa bir davlat rahbariga bunaqangi piching bilan yoki qanaqadir omadsiz hazil qilishligi yoki protokoldan chiqib ketganligi, misol uchun formatda bor, onlayn qatnashishi, boshqasi o'zi ham qachonlardir qatnashgan bo'lishi mumkin. Demak, bu yerdagi bo'layotgan muhokamalar jiddiy masadimi shunda degan savol bo'ladi-da. Agar jiddiy muhokamalar bo'ladigan bo'lsa, jiddiy shartnomalar imzolanayotgan bo'lsa, hujjatlar imzolanayotgan bo'lsa, bu formatdagi o'tilayotgan tashkilotda bunaqangi narsalarga joy qolmaydi aslida olganda. Bu mana shu tahlil natijalar shuni ko'rsatadi-da. Nega bu har xil bunaqangi oldi qochdi gaplar va asosiy mavzuni diqqat markazini u yerda nima muhokama qilinganiga emas, bu anaqaga qaratishga harakat bo'layapti. Demak, u yerda o'zi agarda bu yig'ilish tugagandan keyin, misol uchun agar bu holat bo'lmaganda edi, hamma so'rar edi o'zi bu uchrashuvda nima hal qilindi, nima shartnomalar imzolandi, nima jiddiy o'zgarish bo'ladi degan. Hozir hech kim esida yo'q. Faqat shu. Hamma Lukashenko bilan Pashinyan o'rtasidagi aytishuv deysilyapti-da. Vaholanki undan jiddiy masala bor. U yerda nima uchun yig'ildi shuncha davlat rahbari? Nimaga kelishildi? Demak, jiddiy, bundanda jiddiyroq bo'lgan hujjatni o'zi yo'qda, demak, shu xulosaga kelamizda. Bu tashkilotning obro'siga, bu tashkilotning imajiga ta'sir qiladi. Va keyingi safar bu tashkilot uchun yig'iladigan davlat rahbarlari borishdan oldin o'ylab ko'rishadi. Men yana borsamda, yana mana bunaqa ikkitasi men senga tortishib o'tiradigan bo'lsa, u davlatning milliy manfaatini o'ylab borgan hamma. Albatta. Odamga erish tuyuladi, nafaqat oddiy fuqaro, u o'sha yerda qatnashayotgan holatini ko'ring. U yerda davlat rahbarlari o'zini noqulay his qiladi o'zi. Atrofdagilar muhokama qilib, endi kimdir soqolini olinishi yoki kimdir yosh ko'rinishi yoki televizor ishlamasligini muhokama qilib o'tirib, jahli chiqadi uncha odamni. U asosiy reglamentidagi ishlarni tashab, muhim bo'lgan narsani tashab, u yerga borsa-da, bular bunaqa bo'lsa. Eng qizig'i mana necha kun bo'ldi tugaganiga? 1 kun oshdimi? 1 kundan beri bu uchrashuvning sarhisobi e'lon qilinmayapti. Nimaga chalg'indayapti? Nima kelishuv bo'ldi bu yerda? Nimaga bu yerda hattoki kuzatuvchi tashkilotlar ham chaqirildi? Demak, jiddiy hujjat yo'qmi bu yerda muhokama qilinmagan? Yoki bu hujjatni imzolangan hujjatni yashirishmi maqsad? Qolganlarni nazaridan. Siyosiy texnologiya qo'llanildimi? Nima? Savollar ko'pda mutaxassislarda. Shuning uchun bunaqa hujjat uchrashuvlarda bu tajribali kalasi ham, ikkita davlat rahbari ham. Bular kecha davlat rahbari bo'lib qolgani, hukumat rahbari kelib qolgani yo'q. Bular necha yillik hukumat rahbari, qanaqa jiddiy krizlardan o'tishgan. Va bular qanaqa olib borilishi juda ham yaxshi. To'g'ri, endi Lukashenko o'ziga xos unaqasi bor. Endi xarakteri yoki qiziqchiligi bor bo'lishi mumkin, lekin bu qiziqchilikni ham qayerda qo'llashni juda yaxshi bilish kerak-da. Ya'ni bu yerda jiddiy masalalar bo'lgan bo'lsa, bu narsa qo'llanmaydi. Demak, u qo'llayaptimi bemalol o'ziga haddi sig'ib qo'llayaptimi? Demak, bu yerdagi muhokamalar ikkinchi darajalimi? Bu yerdagi masalalar. Yana qo'shimcha savol ham bersam, keyin Muxtor aka, Jahongir aka ham o'zimma Armaniston Rossiya bilan bog'liq butun tashkilotlardan chiqib ketmoqchi shekilli deyman. Ya'ni juda bir kayfiyat yaxshi emas. Yaxshi emas, chunki Armaniston muammolari bilan shug'ullanishmayapti jiddiy. U Ozarbayjon munosabatlarida ham yutqizish tomonda bo'ldi va u izolyatsiyada qolib ketdi. U Yevropadan ham izolyatsiyada qolib ketdi, ya'ni bu yoqqa integratsiya bo'lish evaziga Yevropadan uzilib qoldi
va endi qaytib kelay desa, bu yerda ham uning muammolari bilan jiddiy shug'ullanishmayapti. Masalan, o'sha koridorni transport logistik koridorni o'tayotganda ham Armaniston manfaatlari bilan jiddiy hech kim shug'ullanmayapti-da. Ya'ni ular shuncha qilib o'tkazib yuborish kerak. Ya'ni uning uchun tashqaridan hal qilinyapti. Va bunday munosabat albatta Armanistonni ham ko'p narsa o'rganishga sabab olib keladi. Ya'ni bu konstruktiv bo'lish kerak ekan muhokamada. To'g'ri, misol uchun Ozarbayjon o'zining tarixiy adolatli hududlarini tikladi. Lekin bundan buyog'iga dushmanchilik kayfiyati, boshqa kayfiyat yo'qolishi kerak. Chunki nima bo'lganda ham chegaradosh davlatlar ular. Lekin bu yerda uning keyingi xatti-harakatlarini boshqa bir davlatdagi markaz belgilasa, bu belgilash harakat qilsa yoki muhokama qilinsa, bu albatta jiddiy ta'sir qiladi. Balkim Armaniston bosh vaziri ham shunga atay bormagandir. Ya'ni meni qachonday o'zlaringga teng ko'rasizlar. Qanday protestda ichga. Biz qanaqadir region emasmiz, biz qaysidir bir obyekt emasmiz biz degan pozitsiyasi ham bo'lishi mumkin. Farg'od aka bunga ko'p jihatdan o'zi aybdor deb o'ylaymiz. O'zi aybdor holatga olib kelindi, boshqa qilindi, lekin bugungi reallikda aytyapman-da. Juda bir shunga olib kelib o'sha Rossiyaga ishondi, Fransiyaga ishondi, Amerika Qo'shma Shtatlariga. Bugun endi shuni urushsiz olib chiqib ketishga harakat qilyapti-da. Lekin bugun Pashinyanni biz doim ishlarini oqlaymiz. U urushsiz olib chiqib ketdi. Misol uchun Ozarbayjon bilan necha yillik urush bor edi. U o'sha tarixiy adolatni tan oldi misol uchun. O'sha Ozarbayjonning hududlari Tog'li Qorabog' ekanligini butun dunyo tan olganligi uchun o'zini ichkaridagi siyosiy kuchlarga qarshi chiqib bo'lsa ham, xalqini norozi bo'lgan, ma'lum bir qatl noroziligiga qarshi chiqsa ham urush bo'lmasin deb shuni haliga olib keldi. Buni o'zi bir siyosiy irodani namoyish etadi. Endi bu yog'iga endi hal qilish kerak. Albatta. Ya'ni men sizlarni o'sha geosiyosiy maqsadlaringizga qaramasdan boshqasiga urushdan olib chiqdim ikkita davlatni. Endi bu yog'iga endi teng ko'rish kerak. Endi o'zi bilan teng bo'lgan boshqa bir hamkasbining bunday hazil qilishi ichkarida uning legitimligiga ta'sir qiladi. Albatta. Bizning rahbar shunaqangi boshqa bir davlat rahbaridan gap eshitib o'tiradim deb. Ya'ni u javob berishga majbur qilindi-da. Hattoki Farg'od aka lekin diplomatik chiqib ketishga harakat qildi. Ya'ni Pashinyan umuman Armaniston fuqarolari uni partiyasini o'zlari saylagan, tayinlagan bir legitim hokimiyat, hattoki davlatlar o'zining diktatorini ham boshqa davlat oldida bosh egilishni istamaydi. Bu ya'ni bu davlat va millat nomidan gapiradi. Ya'ni u ichkarida aytadi o'zimiz kelishib olamiz deydi, lekin deydi tashqarida deydi xafa qilmaysanlar deydi. Bu vaqtda esa Lukashenko aytadi-ku, biroz yo'qotib qo'ydi deb o'ylayman, hali kim bilan gaplashayotganini va nima o'zi Armaniston juda xafa bo'lib yurganda buni battar buni aytadi-ku, bosh berk ko'chaga kiritib birato'lasi Armanistonni u yo'qotilishiga olib kelish mumkin. Bu jarayonlar avvalo e'tibor qaratadigan jihatimiz Armaniston bosh vazirining bu sammitda aynan masofadan ishtirok etishi. Bu ham diplomatik qanaqadir belgini anglatadi. Ya'ni bu tashkilotga bo'lgan Armaniston munosabatini. Tabiiy. Va shaxslarga bo'lgan munosabati. Ya'ni bu yerda Armaniston desak, butun Armaniston hammasi ham Pashinyanni mana shu qarorni qo'llab-quvvatladi deb ayta olmaymiz. Buni hamkasblarimiz buni tasdiqladi. Bu ko'proq aynan Pashinyanga nisbatan aynan munosabat Rossiya Armaniston munosabatlaridagi asosiy muammo Pashinyanda deb o'ylayman. Ya'ni shaxsga qaratilgan va uzoq mana shu bo'lib o'tgan jarayon tarixni qaraydigan bo'lsak, yaqin tariximizni qaraydigan bo'lsak, ya'ni ko'pincha Belarus prezidenti biror bir qandaydir bir shubhali yoki qandaydir bir davlatni tanqid qiladigan bo'lsa, shunday siyosatshunos ko'p aytardiki, u Belarus prezidentining nutqidan boshqa davlatning nutqi faqat uni so'zdan chiqadi xolos. Uni ya'ni u o'sha masalaga to'g'ridan to'g'ri daxldor bo'lmaganligi uchun, muammo yoki qanaqadir konfliktni sherigi bo'lmaganligi uchun xuddiki xolis fikr bildirgandek. Va buni hech ham yashirish kerak yo'q. Ya'ni Vladimir Putin va Pashinyan o'rtasidagi munosabatlar azaldan tarang. Ya'ni mamlakatdagi ichki siyosiy jarayonlarda ham, ya'ni avvalgi umuman Pashinyanning hokimiyatga kelish yo'li Putinga ma'qul emasdi. Ha, hattoki o'sha Tog'li Qorabog'dagi urush yakunlangandan keyin, ya'ni Pashinyan referendum o'tkazib, o'zining legitimligini tasdiqlashga ham harakat qildi va mana shu tasdiqlagani uni hokimiyat saqlab qoldi deb o'ylayman. Unga juda ham kuchli axborot bosimi bo'ldi va muxolifatni qo'llab-quvvatlashi natijasida, ya'ni bu yerda masala iqtisodiy emas, ko'proq siyosiy bo'lib ketdi va bu tashkilotni, ya'ni
o'zini paytida Alisher Qodirov ham aytganlaridek, sirtdan iqtisodiy tashqarisidan iqtisodiy ko'ringan bo'lsa ham ichida siyosiy tashkilot ekanligini bildirib turadi. Shuni yana bir tasdig'i bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni iqtisodiy masalalar bunaqangi siyosiy intrigalar vositasida muloqotga aralashadigan bo'lsa, bu iqtisodiy masalalar ham qandaydir siyosiy maqsadlarga bo'ysunar ekanda, ya'ni u boshqarilar ekanda degan masalani keltirib chiqaradi. Keyin yana bir jihati borki, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkiloti albatta u yerda eng katta iqtisodiyotga ega bo'lgan Rossiya asosiy davlat. Uni iqtisodiyoti u yerda ko'proq rol o'ynaydi va uni iqtisodiyotdagi yuzaga keladigan muammolar xohlaydimi yo'qmi atrofdagi davlatlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu urushning salbiy oqibatlariga shu Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan mamlakatlar beixtiyor ravishda sherik bo'lib qolyapti iqtisodiy oqibatlariga. Va har bir bunga a'zo bo'lgan davlatlar ham buni istamaydi. Lekin vaziyatni o'zgartirish uchun balkim hali holat yuzaga kelmagandir, siyosiy iroda yetishmayotgandir, balkim boshqa bir sabablar bordir. Ya'ni bu ham o'ziga xos protestni ramzi deb bilaman. Ya'ni bunday chiqishlar ortida katta muammolar yotganligidan dalolat deb o'ylayman. Endi umuman olganda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini o'zini kechirasiz, sobiq hamjamiyat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining o'zining iqtisodiy integratsiya sifatidagi tashkilot sifatidagi holati, istiqboli juda ko'p ekspertlar tomonidan shubha ostiga olinadi. Chunki bunda Yevroittifoqiga o'ziga xos tarzda harakat qilgan Yevroittifoqqa institutlarni o'zlashtirishga, qaytarishga, lekin mexanizmlarni o'zi to'liq shakllanmaganda, ya'ni qanday qilib majbur qilinadi, masalan, veto huquqi qanday holat bo'lishi mumkin, qarshi chiqadi, ya'ni ko'proq o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 80% bu juda katta ulush, 80% gacha bo'lgan yalpi mahsulotini beradigan Rossiyaning manfaatlariga qaratilgan, ko'proq Yevrosiyo bu kengaygan Rossiyadir degan qarashlar ham ko'plab iqtisodiy va siyosiy tahlilchilar tomonidan e'tirof etiladi. Shuning uchun ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yig'ilishlari yoki boshqa bu jihat bo'yicha kelishuvlar ko'proq Rossiya manfaatlariga o'ynaydi va bu yerdagi o'tkazilishidan, ya'ni ushbu endi hozirgi keysga keladigan bo'lsak, Pashinyanning kelmagandan ko'proq o'sha Putinning noroziligini ham ochiq ko'rishimiz mumkin, chunki u avvalo harakat qilyaptiki, Ukraina bilan qarama-qarshi, Ukrainadagi urush holatida G'arb bilan qarama-qarshilik fonida uni oldida ko'proq do'stlar tursa, ya'ni davra to'lib tursa deydi-ku. O'ziga yarasha bu yerda biz yolg'iz emasmiz. Ha, biz yolg'iz emasmiz, mana bizni shuncha odam qo'llaydi degan ma'noda bu holatda Pashinyanning kelmaganligidan Putinning ochiq noroziligini hamkasblarimiz ta'kidlagandek, ya'ni Lukashenko og'zi bilan aytyapti. Endi avvalo Lukashenkoning hozirgi holatini o'zi juda katta nima deydi, subyekt sifatidagi holati o'zi shubha ostida. Juda ko'pchilik hatto uni Belarus prezidenti sifatida emas, Belarus fuqarosi sifatida e'tirof etadi, chunki oxirgi saylovlardan keyin, o'sha 2020-yil prezident saylovidan keyin xalqni Markaziy saylov komissiyasi mana g'olib chiqdi desa, xalq namoyishga chiqqan-ku, biz sen qanaqasiga sen prezident bo'lsan, sen saylanmagansan, biz sen saylamadik-ku degan ma'noda keyin repressiyalarni kuchaytirgan edi. Bu holat o'zi juda katta shubha ostida. Keyin, ya'ni bu holatda aytishimiz mumkinki, Belarus prezidentining o'zicha Armaniston rahbariga nisbatan hazillari qo'pol bo'lsa ham o'zbek xalqidagi bir maqol bor, ya'ni xalqimizdagi tizzasi yirtiq, ishtoni yo'qqa kul debdi degan ma'nodagi o'xshashni, ya'ni kechirasiz. Ya'ni ishtoni yo'q, tizzasi yirtiqqa kulibdi degan ma'nodagi holatni eslatadi. Ikkinchi o'rinda bo'lsa, bu holat eslatyaptiki, O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqib ketganda bir Lukashenko ham shu haqda gapirgandi. Mana Karimov chiqib ketdi. Biz nima endi chaqirsa, endi O'zbekistonga kelaversa qo'shmaymiz. Shuna ma'nodagi gaplarni eslatadi. Bunda ham yana o'sha Putinning nima deydi, haligi ilgarigi Jirinovskiy ichki siyosatdagi rolini tashqi siyosatda Lukashenko bajarayotganidan dalolat beradi degan ko'plab ekspertlarning fikriga qo'shilgan bo'lamiz bu holatda. Keyin yana bitta holat borki, endi o'zi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Armanistonga nimaga kerak degan savol bor-da. O'zi umuman
Pashinyan nima uchun borish kerak Moskvaga degan savol. Birinchi o'rinda bu ittifoq 2015-yilda qo'shilishdan eng asosiy maqsad Qorabog'ni o'sha nima deydi, status quo holati, de facto mustaqil holatdan Armaniston bilan bitta holatda saqlab turishga bo'lgan urinish edi. Ya'ni Rossiya qaysidir ma'noda unga norasmiy kafolatda asosida kirgan degan ko'plab qarashlar mavjud. Ya'ni 2015-yilda tashkilotga kirgandi. Lekin 2020-yilda ko'ramizki, Ozarbayjonning o'zining hududiy yaxlitligini qaytarib olish uchun bu adolatli, hech qanday xalqaro huquqqa zid bo'lmagan, ochiqlanish kerak bu yerda, harakatlar bilan Qorabog'ning o'zining tarkibiga Ozarbayjon qaytarib olishi va Armanistonning bu kurashda yutqazgandan keyin bu iqtisodiy ittifoqda turishini o'zi ahamiyati qolmadi. Chunki birinchidan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar bilan umuman chegaraga ega emas. Ya'ni iqtisodiy integratsiya va geografik jihatdan asoslangan bo'lishi kerak. Rossiya ya'ni hozir bu yerda Armaniston bilan Rossiya bevosita chegaradosh emasdi. Ya'ni hech qayerdan chegarasi. Hech qanday, ya'ni o'zi Ozarbayjon u yoqda, Gruziya. Agar imkon bo'lsa mana Kavkaz xaritasi bo'lsa, yana ham asoslangan bo'lardi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Ya'ni bu yerda qandaydir aloqa yo'q. Armaniston, mana Yerevan. Bu yerda na suv, na quruqlik. O'zi u dengizga chiqa olmaydigan holat. Ya'ni o'zgarishi landlocked deydi, quruqlik bilan o'ralgan mamlakat, quruqlikda joylashgan. Turkiya bilan Ozarbayjon bilan hozir 2020-yildan keyin mana shu o'zini de facto mana bu yerda mana Qorabog' hududlaridan ayrilgandan keyin maksimal harakat qilyapti. Turkiya va Ozarbayjon bilan tinchlik bitimlarni tuzish orqali, ya'ni bog'liqlikni yo'qotishga, chunki Gruziya va faqat Eron bilan aloqaga ega edi. Va agar Turkiya bilan aloqalar tiklanadigan bo'lsa, iqtisodiy aloqalar qayta tiklanadigan bo'lsa, unaqada Yevro ittifoqni ham yana bitta marshrutka ega bo'ladi. Yaqinlash uchun juda katta bu Armaniston manfaatlariga xizmat qiladi. Juda katta. Ayniqsa Turkiya bilan munosabatlar. Bunda Rossiyaning ta'siri pasayadi. Ya'ni shu o'rinda Pashinyanning qaysidir ma'noda Putin uchun, ya'ni hozirgi Rossiya rahbariyati uchun noqulay nomzod sifatidagi, noqulay rahbar sifatidagi o'rni ko'rinadi. Demak, uning Moskvaga bormasligida ehtimoli bor deyishmoqda ba'zi ekspertlar. Ya'ni buning maqsadga muvofiq emasligi va u borish kerak bo'lsa, hozirgi holatda turli uslublarni qo'llashi mumkin bo'lgan, ya'ni qarama-qarshilik fonida maskalar yechildi-ku, har qanday nima deydi, har qanday xatti harakat bo'lishini oldini olib va o'zining nima deydi, ehtimol shaxsiy xavfsizligini saqlash uchun Moskvaga bormasdan onlayn rejimni qatnashish uchun tanlaganligidir. Munosabatlar ruhiga ham mos kelmaydi. Bu sammitda ishtirok etishi, keyin Armaniston mavzusiga ketganligi uchun qo'shimcha qilay. Ya'ni Moskva qo'llab-quvvatlovidagi asosiy shu siyosiy figuralar, ya'ni hozirgi o'sha Pashinyanga muxolif bo'lganlar Rossiya faras siyosatchilarida va bir narsani unutmaylikki, Rossiyada juda ham katta diaspora yashaydi. Armanlarni aynan shular orqali, ularning iqtisodiy ta'siri, Armanistonga ta'siri orqali Rossiyaning ta'siri amalga oshirilardi, chegara bo'lmasa ham. Va keladigan shu muxolif siyosatchilarning ham aksariyati aynan shu tendensiyani rivojlantirish, Rossiya bilan yaqinlashish, Rossiya bilan ya'ni doimiy ravishda xavfsizlik kafolatlarini Rossiyadan olishlik tarafdori bo'lgan. Shuning uchun ham o'ylaymanki, aynan bu yerda shaxslar aro munosabatlar, o'sha referendum natijalari ko'p narsani hal qildi deb o'ylayman. Agar referendum natijalari tutkazilgan bo'lganda, hozir balkim boshqa bir hukumatni ko'rgan bo'lardik. To'g'ri, va Armaniston qaysidir ma'noda hozir Pashinyan to'g'ri yo'lga, o'z yo'liga, relsga tushib olganda va bu relsni ular o'zgartirmoqchi emas va arman jamiyati ham hozir qaysidir ma'noda ularning nomlaridan boshqa davlat fuqarolari bo'lgan millatdosh bo'lsa ham, bitta millat, arman millatiga mansub bo'lsa ham, lekin boshqa davlat fuqarolarining ularni siyosatlariga ta'sir qilishlarini, Simonyan boshqalarini istamaydi. Ya'ni arman jamiyati aytadiki, biz Armanistonlikmiz, sizlar Rossiyaliksizlar deydi. Rossiyalik, ular Rossiya manfaatini ko'zlab gapiradi. Rossiyalik arman. To'g'ri, ular Armanistondagi armanlardan 2-3 barobar ko'p holatda Rossiyada joylashganda hozir uni bir
ham boyroq ham boyroq iqtisodiy imkoniyat, ya'ni Rossiyaning hududlarini demografik kartasi xaritasi chiqqanida, ya'ni eng ko'p millatdan ikkinchi o'rinda turuvchi hududlar bo'yicha millat ko'rganda eng ko'p arman millati ekanda hududlar kesimida, undan ortiq regionlarda, undan ortiq juda ko'p janubiy hududlarda, ayniqsa mana Qora dengiz bo'yi, boshqa hududlarda arman diasporasining o'rni katta-da. O'zi bir narsani qo'shib ketsam, albatta vaqtlar dashnoqlar masalasi bor. Endi tarixda qolib ketsin ilohim. O'ylaymizki, bundan keyin armanlar bunday yomon ishlarga qo'l urishmaydi. Umuman arman diasporalarining harakati, ularning jipisligi o'z aslida namuna bo'ladigan darajada. Buni unutmasligimiz. O'ylaymanki, bu narsa ko'p namuna bo'lish kerak. O'zbek diasporasining, masalan, Rossiyada o'zbek diasporasining shakllari mana shunday hatto siyosatga ta'sir qila oladigan darajada shakllanishidan biz manfaatdor bo'lardik. Mana bugun deylik, o'zbeklar ham kam emas Rossiyada. Lekin savol, ular armanlar kabi diaspora qila olyaptimi yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi, Kaliforniyadagi armanlar, bunday olib qarasa, ular ham juda ham ko'p. Ayniqsa IT sohasida ular ham ko'p. Ya'ni ularda mana shu madaniyat rivojlangan haqiqatan. Ya'ni diaspora madaniyati ularda juda kuchli rivojlangan va umuman tarixiy yurti, o'zi aslida armanlar tarixiy yurtidan ham tashqarida ko'proqda o'zi. Lekin tarixiy yurtini hech qachon unutmasligi va shu yerga. Ammo so'nggi voqealar, mana shu Ozarbayjonning qo'li baland kelishi, Turkiya bilan birga hamkorlikda bu narsaning qo'li baland kelishi va o'zi umuman dunyodagi voqea hodisalar Armaniston tushundi, ya'ni doimiy diasporaning madadi bilan Ozarbayjonga, Turkiyaga qarshi chiqish ish bermasligini tushundi va umuman to'g'ri yo'lga o'tdi. Biz ayrimlar tanqid qilsa ham doim aytamizki, yo'q, biz Pashinyanning siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki men uni o'sha Turkiya prezidentining inauguratsiyasiga borganda men juda xursand bo'lgan aytdim. Ya'ni dushman deb bilgan joyga boryapti, boshini baland ko'tarib boryapti. Ya'ni bu nima degani? Yo'q, bundan buyon urushmaymiz, tamom, kelishamiz. Va Armanistonda to'g'risini aytsa, O'zbekistondan ham zo'r imkoniyati borki, Qora dengizga juda yaqin. Bu Turkiya bilan shunday munosabat yaxshilandi degani, Armaniston dengizga chiqdi degani. Bu juda ham katta baxt asli va buni Pashinyan tushunyapti. Pashinyanning shaxsiy qarashlari bilan emas-da, bu Pashinyan shu narsani tushunganligini, mardligi shundan iboratki, shaxsiy qarashlari bilan emas, milliy manfaatlar, jamiyatning manfaati bilan o'ynayapti-da. Mana shu uni yutug'i. Albatta. Va shuning uchun ham urushlardan voz kechdi. Agar u shaxsiy ambitsiyasi bilan bo'lganda, hali mintaqada ko'p urush yurgan bo'lardi. Lekin birinchi arman rahbari urushni istamagandi. Istamadi, chunki men mana 2021-yil 21-yilda Arman Yerevanda bo'lganman va urushdan keyin ekan. Urushdan keyin borganman. U yerdagi holatni ko'rasiz. Misol uchun mana 18 men o'ylaganim sobiq ittifoq davlati borsam hozir rus tilida bemalol. Yo'q, 16-17 yoshgacha bo'lgan bolalar rus tilini bilmaydi. Bilsa ingliz tilini biladi. Inglizni zo'r biladi. Katta yoshdagilar bilan gaplashasiz rus tilida. Shu 35-40 men tegimdan tepalari, ya'ni mendan yoshroq 1-2 yosh va tepalari bilan rus tilida gaplasha olasiz muloqot. Yoshlari bilmaydi. Deyarli 20-25 yoshlik bolalar ham shu universitetga kirganda ham unaqa yaxshi bilmaydi. Men buni yaxshi yomon demoqchi emasman. Vaziyat shundan iboratki, jamiyatda o'zida ham o'zgarish bor yerda. Ya'ni jamiyatda o'zida ham boshqacha yashashni, boshqacha imkoniyatlarni qo'llashni xohlayotgan jamiyat bor. Men misol uchun hozirgi yoshlar bilan o'sha muloqot qilganimda, bizni misol uchun ham agressiv deydi, boshqa qiladi, ruslar ham bizani ko'p anaqa qiladi deydi. Vaholanki eng ommaviy qirg'in qurollarni biz o'ylab topganimiz yo'q-ku deydi. Biz o'ylab topgan bo'lsak, nari beri borsa 4 ta salat bilan 2 ta shashlik turini o'ylab topgandirmiz deydi-da. Ya'ni kulib aytayapti shu narsani-da. Biz vino o'ylab topgandirmiz, boshqa qilgandir, lekin biz Armaniston hududida katta ommaviy qirg'in qurollarni ishlab chiqaradigan zavodlar yo'q degan. Ya'ni bu o'ziga xos bir kulguga olgani uning jamiyati o'zgarganligini bildiradi-da. Ya'ni u ham urushlardan charchadi, u ham hammaning nafratiga uchrashdan charchadi, ular ham yaxshi yashashni xohlashadi. Misol uchun o'sha avtomobilni olib kirish, Rossiyadan olib kirishdan ko'ra AQShdan olib kelish osonroq deydi ular. Ya'ni ko'chalarda o'sha xorij mashinalari ko'p-da. Hatto o'zimiz mashinalarni ham ko'rganman. Rasmga olganman o'sha Spark Ravonni. Ya'ni ular bir xil yashashni oxir-oqibatda turg'unlikka olib kelishini aytayapti-da. Ular yangicha havo olib kirishini, Armaniston o'ziga xos bir bug'u holatga kelib qolganligini va yangicha yashash, yangicha imkoniyatlarni bo'lishni xohlayotganligini aytishganda, ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Ya'ni bu kayfiyat albatta hukumat tepasidagi xalqini o'ylaydigan rahbarga ta'sir qiladi-da. Va shu yo'lni tanlaganligi o'zi bunaqa Armaniston bosh vazirini
Pashinyanni, bizga bormi? Pashinyanni nima deydi, to'g'ri siyosat qilayotganini anglatish mumkin. Agar uning milliy manfaatiga har qanday tashkilotda bo'lishlik muhim bo'lmasa, bormaslik uning huquqi. Uni kelmading, kelding deb aytishni o'zi noto'g'ri. U undan ham ko'ra boshqa masalalar muhimroq deb bildimi o'zining milliy manfaati uchun, xalqi uchun. Bu agar undan muhim bo'lganda borardi. U aytdi, misol uchun, to'g'ri, u keskin qilmadi, diplomatik munosabatga yondashdi. Misol uchun, sog'ligini sabab qilib ko'rsatdi, qo'yib bilan talab qilgan yoki boshqa masalani ko'tardi. Ozarbayjonni rahbari u yerda bo'lsa, biz bir-birimiz bilan muhtimiz to'g'ri kelmay qolishi mumkin, boshqa deyishdi. Shu uchun bu borada nima deydi? O'ziga xos bir to'g'ri diplomatik yo'l qurindi, lekin uni pozitsiyasini to'g'ri qabul qilishmadi. Rahmat. Endi bir taklif bor. O'z qog'oz yozib jo'natgandim, endi kursni onlayn bo'lgach to'g'risini aytib qo'ya qolamiz. Yil yakunlarini dushanba kuni o'tkazsak birgalikda. Chunki men hozir hisob-kitob qilishim uchun bizga yana bir 2 soat kerak bo'ladi yil yakunlariga. Bu muxlislarimizdan ham ikkita masalaga shuncha qolib ketdi. Bu va hozir to'g'risini aytaman, juda ko'p tashakkurlar bildirilyapti. Masalaga turli yondashuv bilan haqiqatdan birinchidan pozitiv, ikkinchidan pragmatik, haqiqatdan ratsional yondashuv. Juda ham xursand, muxlislar ham xursand. Mana hozirgacha 13 ming odam kursni tomosha qildi. 1300 odam onlaynda o'tirib tomosha qilyapti. Lekin yil yakunlari hozirgi masalamizdan ham ko'pda o'z aslida. Bu o'sha Rossiya Ukraina urushi, bu Isroil Falastin urushi, Isroil Suriya, Suriyadagi voqealar, saylovlar dunyodagi Trump masalasi, hali bu yerda mana hozir Isroil bosh vazirining rafiqasi ham ayblanayotgan ekan. Qarang, bu endi to'g'ri bu ham bor. Mana hozir Isroil bosh vaziri dushanbadagi kursga anons berib ketdik, hurmatli muxlislar. Isroil bosh vazirining rafiqasi ham hozir eri uchun bosh prokurorgacha tahdid qilgan ekanda. Hozir endi unga nisbatan tergov boshlanibdi. Ya'ni qoyil qoladigani shu hali shu jarayonda ham bar demokratik institutlar ishlatganligiga qoyil qoladi. Albatta. Bu mana shu o'zim menimcha Isroil faqat shu ishlab turibdi. Mana shu institutlar, o'sha huquqiy institutlar, siyosiy institutlar va demokratik institutlarda ishlayotganligi shu sharoitda. Hali mana shu urush holatida. Endi bundan Netanyahu chiqib ketishga harakat qildi. Men urushyapman axir deyishga harakat qildi. Endi buni qachongacha aytadi? Ha, endi agar lekin shunda ham chiqib ketsa lekin qo'yib qolish kerak bo'ladi. Qiyin bo'lsa kerak, chunki bu yerdagi Isroil xalqining ham Netanyahuga savollari ko'p. Masalan, birinchi savoli nima bo'lganda ham dedi, asrlarni qaytarib olishing kerak dedi. Bu yerda hozir o'sha Yoav Galant ham sotib qo'ygan joy borki, biz asrlarni qaytarib olish imkoniga ega edik deb qo'ygan. Ya'ni to'xtatishimiz mumkin edi. Uch marotaba va muzokaraga rozi bo'lgandi Hamas. Mana. Va aynan Isroil yangi shart qo'yib, hali Hamas rozi bo'la olmaydigan darajadagi shartga olib kelib qo'yib, buzaverdi. Oxir buni xalq bilib qoldi. Masalan, to'g'ri xalq aytishi mumkin, urushaver deyishi mumkin, lekin asrlar birinchi navbatda derdi. Bu Netanyahuning hozir juda eng katta xatosi. Isroil xalqi uchun, men atrof uchun emas, atrof uchun u Gitlerga o'xshagan shaxs bo'lib bo'ldi. Isroil xalqi uchun eng katta birinchi navbatda u Isroil uchun o'ta qimmat turadigan odamlarni qaytarish kerak. Urush boshlanishining asosiy sababi ham o'zi shu edi. Davom etgan. Shu sabab edi. Shu to'xtamaganligining sababi shu. Urushga ruxsat ham shu edi o'zicha. Va Netanyahu o'zining siyosiy umrini uzaytirish uchun Isroil xalqini ham qurbon qilishga o'tib ketib qoldi. Endi buni xalq kechirmayotganga o'xshaydi. Hamas undan foydalanmadi. Qaytamga Netanyahu o'zi foydalandi. Netanyahu foydalandi bundan. Ya'ni o'zi shundoq ham turli ishlarda ayblanib turgan joyida shartda ko'tarib chiqdi. Bundan keyin Suriya masalasi bilan biz albatta dushanba kunida xolos yil yakunlari shu gaplashamiz. Chunki yil yakunlanayotganda bir mojaro tugagan joy bu hozir Suriya bo'lib turibdi va Eron masalasi. Ya'ni bundan tashqari Pokiston, Afg'oniston, mana hozir siz bilan suhbatlashayotgan jarayonimizda Afg'oniston ham Pokistonga zarba berdi. Javob zarbasi. Va endi u qiziqish bo'lganki, u yerda u shunday liniyada ekanki, bahsli hududga zarba berdi Afg'oniston. Tramp kelishining shamollari esyapti. Mana shunda. Va umuman Tramp kelgandan keyin bo'ladigan voqea hodisalar va Ukrainaning tinchlik sulhiga tayyorlanayotgani. Sizlarga kattakon rahmat. Dushanba kungi yil yakunlari kursida ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat.